Assalomu alaykum. Ovozim chiqyaptimi? Ovozim yana bir 15 sekund keyin chiqamdikan. Chiqdimi? Okey. Assalomu alaykum qarindoshlar. Amonlar, hoş geldinglar. Rahmat. Chavak so'rab qilmagandim, rahmat. Sen to'xtatmading endi. Amonlarga rahmat qaytadan. Bugun tunji qitim bizningki adlarimiz, singillarimiz tamoq etib kelibdi. Chet ellik me'morlarni aytayran qildik, o'qishlayapsizlar. Shuning o'zimi bir millatga xizmat. Millatga xizmat jang maydonida qurol ko'tarib bo'lmaydi. Birisi tamoq etib qilsa, yana birisi ustal tozalab qilsa, o'sha yerda yuqori maosh ishlayotgan bolalarimiz ko'ngli kelmaydi, axlatni ko'tarib chiqib tashlaydi. Bu ish men qilgan ishmiti, men yo'g'antim bu ish kichikdi. Mening sallamga 6 kilo diplomimga bundaq ishlar yarashmaydi deb o'ylamaydi bu yerga aytgan qarindoshlarimiz. Hammasi cho'ng kichik demay, shunday ishlarni qilib o'tdi. Hammalarga rahmat, adisonlarimizga rahmat, tamoq etib kelgan qarindoshlarımizga rahmat. Bugun bu yer to'shmasmiki deb o'ylagan, chunki bizda Uyg'urlarda hamda bizning o'zimizning maqol tamsil-ku. Ottek sip, mottek so'ydigan deb bir gaplar bor. Yoki sat gapni qilmayman. Lekin endi hozirgacha xalqlar kelishib boshlayotdi. Biz ochgan vaqtimizda nayt az odam kelishib boshlagan bu yerga. Hozir bag'am sirji qilyotdi, chunki biz o'tirga shuvar emas asar qo'yishni planlab keldik va shunda qilyapmiz. O'lchigil bo'ldigan yoki bo'lmasa tutqildigan, ko'gildigan bir asar qo'yishga bel bog'lagan. Chunki biz boshda 5 oy burun yig'ilgan vaqtimizda millatimizga yig'lab xizmat qilinmaydi. 2 kilo ko'z ish bilan krani to'lg'ilmaydi yoki boshqa ish qilinmaydi. Bizga o'tirga asar qo'yishimiz kerak edi. Shu yo'l bilan kelib, bugunga kelib hamda nurg'un ishlar bo'ldi. Buning bizni aytib xo'shal. Qarindoshlarninkimi qo'llashi, quvvatlashi kundan kunga ish o'tadi. Biz bu yerda balkim 3-5 kishi o'tirgan bo'lishimiz mumkin. Hozir to'rda o'tgan qitimlik suhbatimiz YouTube'da, Facebook'da balkim 20-30 ming qitim hamda bir hafta, 2 hafta ichida inson ko'rdi degan gap. Ham 20-30 ming odamga biz o'zimizningki mesajlarimizni, ko'z qarashlarimizni yoki bo'lmasa Nuriy Tulkar akamizningki, Ömer Qanat akamizningki siyosiy bilimi ashlag'im bodi degan gap. Buning uchun o'zim millatni tarbiyalashninki nihoyatda bir muhim bir yo'li. Chunki millat vaqirab, chaqirab, chiqirab bilan bo'lgan ish emas u. Bu ilm bilan, bilim bilan, tajriba bilan, siyosat bilan, diplomatiya bilan qildigan bir san'at. Shuna buni xalqimiz o'rganmasa, shu 80 yil yana vaqirab o'tib ketamiz. 80 yil bir yo'lni mengib, o'ttirib bir natija chiqmasa, insonlar turib, nima deb natija ko'midi deb so'rash kerak va shu zamonga loyiq, shu zamonning realligiga loyiq ba'zi strategiyalar bilan texmi qisqa bir yo'l bilan qanday qilib texmi cho'ng natijalarni qo'lga keltirib shuni o'ylash kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bu qilayotgan suhbatlarimiz nihoyat muhim. Hammalarning qo'llariga rahmat. To'rdagi qarindoshlarimiz, Turkiyadagi, Yevropadagi, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz hozir sizlar uchun balkim 11-12 kunlab ketdi. Bu yerga insonlarni to'plashimiz uchun hamda biz
keşke ekemizsek kündüz mü 100 kere 100 de projektimiz var. Uyghur balalar okuyordu bir yerde. Onu biz kündüzü kalamayız bu programını. Şuna keşke kılıçkı mecbur kavatımız. Andikin kildiğin mihmallarımız mı kündüz işi var. Şuna bulunduğunkin müşünde bolsam Avrupa'ya, Türkiye'ye sadece 20 küçük doğru kep kaldı. Onun için mi bizni keçironlar. Hem de bir qancha narsani men deb o'tishni qaror ko'rdim, hamda bugun muvofiq ko'rdim. O'zini Jabroil deb o'ylaydiganlar salonning o'ng tarafiga, o'zini Mikail deb o'ylaydiganlar salonning so'l tarafiga, ekran oldidagi qarindoshlarimiz o'zini Israfil deb o'ylaydiganlar qo'llarni ko'taringlar desam, hech qaysinglar ya o'ngga ya so'lga o'tmaysizlar, hech qaysinglar qo'llarni ko'tarmaysizlar. Hech qaysimiz melek emas, hech qaysimiz farishta emas. Biz xatolik o'tkazamiz, biz gunoh o'tkazamiz. Biz azimiz. Çünkü bizde nefs var. Şundaqmi? Endi shunda bir vaziyatda to'g'rida bek nimalar modulab ketdi desam, bu birinchisi biz bir narsa yozib qo'ygandim men bundan Jeff Anjun'ninki to'r chumoqchilari deb. İsmi Yeşil Çapan, Qizil Ishton, Bo'ron Shamol. Shunda ismlar bilan Uyg'urimizniki ziyolilarimizga, millatimizniki davosida Uyg'urlarninki dardini kecha kunduz ishlayotgan insonlarga hujum qiladigan ishlarni aytib modulab ketdi. Endi bu to'r chumoqchilarga ergishib, aqsidan endi bilmaydigan xalqimizmi ashlarning chag'an tepiga uslonab turgan ishlarni aytib eg'irlab ketdi. Shunga endi ish qaysinglar agar sizlar Abduli Ayib bulamsa, Erkin Sidiq bulamdi yoki bo'lmasa Ömer Qanat akamiz bulamdi yoki bo'lmasa Nuriy Turkiya bulamdimi, men bulamdimiz, kim bo'lishini qat'iy nazar. Bir inson millat uchun bir ish qilayotgan ekan, agar siz ashlarni to'rda tillamoqchi bo'lsangiz, to'rda tanqid qilmoqchi bo'lsangiz, avval o'zingizni so'rab beqing. Siz farishtami, siz melekmi? Agar gunohingiz bo'lmasa, siz xatolik o'tkazgan bo'lsangiz, ularga shu g'aljirona hujumlaringizni davomlashtiring. Agar unda bo'lmagan taqdirda, ular dushman emas, dushman vatanda qoldi. Dushman bizni xalqimizni o'ldirishga kecha kunduz planlarni tuzib, butun dunyoda har xil vositalar bilan xalqimizni ekspluatatsiya qilyotdi, dunyodan yo'q qilishga tirishayotdi. Bunda bir vaziyatda biz o'zimizga xizmat qilayotgan insonlarga o'rin qo'lab, og'idan tillab, faqat va faqat nima desa, bularning ishlari ba'zilari bilib turib qiladi buni. Bilib turib qilganlarningki sababi shu, hasaddan yoki bo'lmasa shu kishiningki ko'z qarashiningki yoki bo'lmasa siyosiy maydonning boshqa oqtog'liq, qartog'liq bo'lishidan bo'ladi hamda bu. O adamnınki mesela meyli bu bizdeki ziyalimiz olsun, meyli Uygurların davasını bu olsun, aşı adamın kıvatkan işığa, ekegen neticelerine, ula Kur'an ve sünnet, akıl ve mantık, ilim ve bilim, yakımısa insaniyetin bütün devletlerinin kanunları arkalık, ulanın kıvatkan işinin hatalığını bilemese, tapanmasa, ular akli cihetin takabül turanmasa, birinci job kıldığı işi, bula münafık, bula Xitayning haini, bula işpiyon. Deb özünün aklının kaltılığını işpiyonluq, çomaqçılıq degəndək tumaklarını, yoki bo'lmasa laqamlarını bizning ziyolilarimizga kiygizib, shunday qilib yushamoqchi bo'ldi. Shunga bütün qarindoshlarım, mening bütün dunyodagi qarindoshlarimdan har qitim talab qilman buni. Talab qildiganim yoki bo'lmasa o'tiniganim bundaq çomaqchilarniki, bundaq g'ayvatxo'r, pishniqo'rlarniki bozorini yo'q qo'ydi. Bularning bozori kasatlashgan sari og'zini jumadigan bo'ldi. Birisi ko'chaga chiqib, a ishpiyon, ma munofiq, a avtonomiyachi, ma mundachi, a panturkist, ma islomist desa, og'zini jum deyishimiz kerak. Unda odamning dakkisini shu yerda berishimiz kerak. Agar biz butun Uyg'ur xalqi sifatimizdan, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, bir inson, bir Uyg'ur bizningki dinetimizga xizmat qilayotgan bir Uyg'urga hujum qilgan vaqtida biz hammamiz taqobil turishimiz kerak, og'zini jum deyishimiz kerak. Biz şunu 1-2 ay, 3-5 ay davamlaştıra alsak, bu nima bo'ldi degan vaqtida bütün xalqimizda birlik, beraberlik, inoqlik, ittifoqlik va Xitoyga qarshi bir kuch bo'lib shakllandi. Bo'lmasa biz bir-birimizning ordusini qo'llab o'tib ketamiz. Şu an bütün dünyadagi qarindoshlarimdan mening o'tindig'inim mundaq vaqirab, chiqirab, hamma odamni ishpiyon deydigan, hamma odamni tillaydigan, kuch yetmagan hamma odamni ashundaq laqamlar bilan, tomoqlar bilan hujum qiladigan insonlarni biz ashlarning bozorini kasatlaştırdı. Ularning bozori kasatlaşsın. Ularning mashribiga hech kim bormasin. Chunki u mashrabdan imbodsa g'azab va nafrat va u mashrabdan imbodsa u mashrabda hasad. Shaytonmi hasad bilan boshlagan
Shu hasad bilan jahannamning tagiga borguncha mangu shunda o'tadi. Shunga biz hasaddan uzoq turishimiz kerak. Alloh rizosi uchun millatimizga xizmat qilgan vaqtida alqish, chavak, yoki bo'lsa tumoq, yoki bo'lsa salla, yoki bo'lsa 10 yulduz mo'ramda 5 yulduz, sol mo'ramda 15 yulduz deydigandek bir nimalarni talab qilmasligimiz kerak, chunki biz Alloh uchun qilamiz bu ishni. Boshqa hech qanday narsa oxiratda bizga natija olib kelmaydi, faqat bizningki xolis niyatimiz bizga natija olib keladi. Shunga ham buni dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizga men qaytadan rahmat etishni muvaffaq ko'rdim. Turkiyadan Abduli Ayub akamiz, Muhammad Ataullah qarindoshimiz, Maryam Sultan singlimiz, Abdug'ani Sabit akamiz Yevropadan, Erkin Sidiq akamiz Amerikadan, anandan keyin yolg'iz kishilik namoyish qilayotgan Abdurahim G'ani qarindoshimiz, anandan keyin Xalmurat deb qarindoshimiz dunyoning har qanday yerida, men ismini bilmay, har qanday yerda bizning millatimiz uchun qadam etayotgan butun qarindoshlarimizga men bu yerdan rahmat aytaman. Hammalarning shu qarindoshlarimizning texmi o'ngishli bo'lishi uchun bir chavaqchilik qo'yishinglarni umid qilaman, chunki anglaydim bu yerda. Rahmat. Endi bugungi suhbatimizning asosiy mazmuniga kelsak, men bir kuni endi bu hikoyani azroq deb beraysizlar. Bu davomli haqlar biz transparency deymiz hamda bu uchuqlik, yo'riqlik yoki bo'lsa bir narsaga aniq javob berish. Chunki haqlarga biz aniq javob bermasak, tamdan oxirga o'tib olib, shu ssenariy yozda, bu ssenariyga bundoq qarasangiz, hamda Hollywooddagi test yoz bundoq ssenariylarni. Shunga haqlarning ssenariyosiga yoki bo'lsa bu tafakkurga yoki bo'lsa boshqa narsaga tashlab qo'ymay bu ishni imagination deymiz hamda. Uni tashlab qo'ymay biz endi bir kuni men shu Uyg'urlarning ishini boshlig'ili shu Uyg'ur Entrepreneurs Network'ni qilib bir oy bo'lgan vaqtda menga Seattledan telefon keldi bir qarindoshimdan. Telefon kelib, "Mishada Muxtar edi. Voy Muxtar akam tunish bilan dedi. Men de Muxtar akam bilan tunish qilayman deb bu Uyg'ur o'xshaydi, bu Qashqarlik, xotirlik o'ylayman-da. Olsam bir Uyg'urchisi bir qanday bu odamniki. Qarasam ham bu Belka, Bel aqd o'tirdi, hozir keldi birdan chaqirmasakniga. Shunga telefon qilib, "Men sening vataningda nurg'un yillar yashadim" deb sizningki ashad bo'layotgan ishlar to'g'riliq ancha-muncha qilib, ovozdan naqadar uningki ko'nglining yerim bo'lganligini va shu yerda ko'zining yosh chiqqanligini men telefondan his qildim. "Men sana bir ish qilib berishim kerak. Men Uyg'urlarga bir ish qilib berishim kerak" deb necha oy burun biz bir telefonda ko'rishdik hamda. Endi necha oy keyin bu odam ta Seattle'dan Misha keldi. Kelib bir haftaning yog'izi biz ba'zan ishlarni qilyapmiz o'zi deb turdi uni. Andan keyin Nathan qarindoshimizni bizga tunishtirdi. Nathan bizning vatanimizda nurg'un yillar yashagan qarindoshimiz. Uning Uyg'urcha ismi Nurshat. Nurshat Coloradodan keldi. Colorado deyman. Coloradodan keldi. O bir haftaning yog'izi uning bilan biz ba'zan ishlarni qilyapmiz, uni hamda deymiz. Andan keyin Matt qarindoshimiz, Matt Qurbanov, Matt Niyaz deb aytaymi. Endi Matt qarindoshimizmi shu nimadan New Jersey tarafdan keldi. Kelib bir necha kunning yog'izi biz Washington DC nurg'un yig'inlarni, nurg'un ishlarni qildik. Bular Uyg'urlar uchun. Mush bir haftaning yog'izi men o'zim ko'zim shohid. Bularning ko'ziga yosh qolgan vaqtida nimada Washington DC'dagi siyosiyalar bilan ko'rishgan vaqtimizda ko'ziga olgan yoshlarni men haqiqatan ba'zi Uyg'urlarni ko'rib baxmadim. Buni complain qilish uchun yoki bo'lsa boshqalarni im qilish uchun demedim hamda haqiqatan ta'sirlandim-da buni. Uyg'urlarga xizmat yoki xizmat qilmaslikning darajalari bor ekanda bu. Birinchisi haqiqatan milliy munofiqlar. Masalan, yaqinda Jenevada bo'lgan yig'inda bir Uyg'ur keldi. Bu Xitoy hukumati biz Uyg'urlarni aytib xo'shal, baxtli yashayapmiz. Kamplarda biz o'rganib hozir detay sayt o'rganyapmiz degandek hamda ashunchalik darajada bir mazgaplarni qilib butun dunyoga ko'rsatdi hamda biz bunda zulm yo'q, jazo lagerida deb bir narsa yo'q deb bir Uyg'ur balki uning oilasini tutib olgan bo'lishi mumkin, balki uning o'lim bilan tahdid solganligi mumkin. Kashka o'zini qurbon qilib o'sha yerda kelib vatanimizda zulm bor degan bo'lsa, uning uchun dunyo va oxiratlik sharafni qo'l keltirgan bo'ladi. O'lgan bo'lsa shahid bo'lgan bo'ladi, lekin unda qilmadi. Buni ham milliy munofiq deymiz. Necha millionning kishining hayotiga o'zining hayotini
özünün hayatını qutuzgan insanı. O mu Uygur? Uygur ve Uygur'a düşman. Vatanda mı bunu? İkincisi, öyle haksızlıkның aldıda bişini kumga tıkıp algan tılsız şeytan, muşunçilik zulüm bulup atsa, kömez kişilip, bilmez kişilip, tesir kılmaydı hem de. O mu Uygur? O mu Tanrı Tağ'dan havasıdan nefes ilip, o mu tarımdan suyundan içip çoğulup, o mu bizning xalqimizning medeniyet sanatidan, yemek işkimidan yugurulup çıkan bir Uygur? Hazırki gün kelgende Allah aş neçe milyon insanga bermegen şu erkinlikni berip bizni erkin devletlerge, demokratik devletlerde yaşaşkan nisip kılgan bolsa, Amerika, Kanada, Avrupa degendek, şu erkin devletlerde yaşap durup mu, bişini kumgu tıkıyılıp, Uygurlar çatık olmaydan Uygurlar. Ben vicdanınızga ışını soray kırındışım. Muhtarının Uygurlarla kan kırındaşlık yakımız belinin hiç kandak münasebeti yok. Ama onun tökken jığısı, onun Washington DC'de siyasilerle görüşken vaxtıda Uygurlar için kılgan sözlerini sizin kılışınız gerekti. Bu ikincide, birincisi münafık, Uygurlarga zulüm kıldıgan Uygur. İkincisi, haksızlıkның aldıda işini kumgu tıkıp algan tılsız şeytan, hiç kandak avazını çıkarmagan, meni çakmagan yılan 1000 yıl yaşasın, meyli 10 yıl yaşasın, meni lam çakmasın boldu deydigan, bu haksızlıkның arasında bunda ötüden bir Uygur. Üçüncüsü, sizlerdek Uygurlar. Vatan, millet, halk üçün köreş kıldı, iş kıldıgan Uygurlar. Bu nahit yukur bir pellede. Ama bunun da mı bir yukur pellede nemeken hep oylasam ben? İnsaniyet üçün. Belninki, Neytinninki, Matisninki Uygurların talep kıldığan maddi, iş kandak bir nesli yok. Bizge belgelik geldi bular. Özünün yançıqdan pul çıkarıp geldi. Özünün vaxtını çıkarıp geldi miyege. Böyle tutkulu bahs buldu. Oyunu kılbası buldu, kınma oyunu kılbası buldu. Bir iş kılalaydı. Ama onu kınmayın işege Uygurlarga yardım kıl geldi. Hem bular bizning dindaşlarımız emas. Bizning Müslüman degan dindaşlarımız Avrupa'da nima ish qildi? Suriyadagi Müslüman deb chiqqan insonlar Uygurlarni texnik o'ltirsin, yaxshi o'ltirmayotdi, ama bizni o'ltirish kerak degan darajada shunchalik gaplarni qildi. Bütün Müslüman devletleri Xitoyni alqishlab berdi. Yine bütün Avrupa devletleri Uygurlar uchun gap qildi. Shunga bu qandoq jang bo'lib ketdi? Kim do'st, kim düşman? Elhamdülillah ben Müslüman. Benim itikadım inşallah, benim itikadım Müslümanlığa qarab özgermeydi o. Çünkü ben İslam'a itikat kıldım, Müslümanlığa itikat kılmadım. Müslümanlarını körden bolsak, biz Müslümanlardan İslam'ı körenmeyimiz. Nurgun insanlar Müslümanlığa qarab Müslüman bolgan bolsa, hergiz Müslüman bulanmaydı. Çünkü Müslümanlığa qarsa, ularda müşrik ahlakı var. Ularda bütün insaniyetin düşmanları kıldığan Firavun'un ahlakı var. Firavun'da mı biz düştü bular? Lekin bazı vaxtda mıda qarsak, yine şu insanların güzelliği, bizim ehli kitap, Allah Tanrı'ya işinimiz, biz işindiğen Tanrı okşaş, dep içindeki muhabbet, söygüyle Uygurlara hizmet kılatkan insanlar da bu. Biz Uygurlar hizmet kılmaksa tigişlik vazifemiz. Ama Uygurlarla hiç kandak münasebeti yoktur. Uygurlara şunçalik işlerini kılmakçı olan, hazırlıklı mesela bugün bir şeye çıkıp, sekneye çıkan vaxtıdan tatıp, bular hem de public oldu, public deyen gep, xalqaranın yüzüge çıkıdı deyen gep, Xitayning tizimdeki güçlüdü deyen gep, Xitay bununkin baranmaydı deyen gep, bununkin tehdit kuchuraydı deyen gep. Aşını köz gelip, bütün belki özününki Cungo olamdı yakımız, Xitay olamdı yakımızsa, vatanimizge bütün özününki menfaatini yakımız, aşağıda kıldığan ilim bilim yakımızsa, tədqiqatlarını bir yerə qarıb qoyub, hazır bula, çapanı silib, hazır ben o tədqiqat, o Beijing'e veriş, yakımızsa, Ürümçi'ye veriş degenədək nəslə mühim emas, hazır Uygurların hayatını qutuzuş mühim de düşünçilik, hem de bir fidakarlıq olan özününki, belki şu keyinki istiqbalını bir yerə qarıb qoyub, Uygurların hayatını qutuzuş tirişiyotqan bu qeyrindaşlarımızı ben səhnəyə təklif qılıman. Qeyrindaşım Muxtar akam. Muxtar aka, merhamet. Hem de oturun. Anındayken Colorado'dan eğitim akımız.
Nurşat. Annekin New Jersey'den Matif. Şimdi Allah'a rahmet kıyırdaşlarım. Bir nersini de olayman. Biz bugünkü bu sohbetimiz ne? Amal ve Uygurca kılımız. Anadaki bazı yerlerde bu kıyırdaşlarımız belki Uygurca'nı unutup kalan yakımız bizden Uygurca bek tesemez mi? Bek flexible bir til, bek elastiklik bir til. Eğer tasaddıbi nim kılanmay kalsa, ben tercümanlık kılışımız mümkün. Benim Uygurcam mı, İngilizcem mi, çalamen Uygurcadan, Xanzucadan keyin öğrengen. Şuna ben mi hatagah kılışım mümkün, ben bir anchor emas, yakımız bir TV işletmesini işlemeyim. Bulamı normalde o TV okumaydı. Şuna ben ibay degendek, hem de hatalık olup kalsa, keçürü tesisler, biz bunu devamlı kıldığın şeymez. Yeni başlayıp ikinci kıtım programı kısatımız. Şuna biz şunu bir de koyayım dedim. İnşallah bir nimden başlayalım. Uygurcadan başlaştırışlı. Rahmet sizlerge, Kagin Allah'a teşekkür ederim. Türmedeki halkımız namıga, Allah'a teşekkür ederim. Çünkü ular köygen bolsa, ait hoşal bolgan buladı. Biz ne yine oylaydıgan insanlar varken, bütün dünya bizim yüz örüp, Xitaydan korkup, Xitayning besiminden, iqtisadi güçüden korkup, yakımız harbiy güçüden korkup, Uygurlardan keçip жүрüp, beşini kumga tıkavagan vaxtıda, yine bizni kollaydıgan, bizni insan yere koyduğan insanlar bakıda çoğumuzdaga rahmet etken buladı. Ben şuların namıga sizlerge rahmet etmem. Hoş geldinler. Bizim 3 mikrofonumuz varken, şu ikini hem de ikiniler işit tutsanlar mı da bir nimkıllı. Aşında nöbetleşip bitemiz inşallah. Hem de muhtarka, hem de siz özünüzü bir tanıştırıp özsünüz. Başta siz özünüzü tanıştırsanız, annekin Nurşatkam, annekin Metniyazkam da Metniyazkam, Meti özünü bir tanıştırsa, annekin ben bazen suallarım var, şunda başlayalım. Özünüzü kısaca bir tanıştıram siz. Makul. Yakışmışlar. Bugün keşte Çin kabın bilen kegen. Köp Uygur bar otururgan nimdigen tatlık tımak hem bar. Şunçilik yakşı bir gün geldi. Kıran. 85. yılda benim birinci kitim Uygurlar bilen bile buldum. Ailem şu vatıda aran bir tal balan var. Şu vatıda Örümçi'de kegen, Çincan'da aşı muallim buldum. Şu yerde 2 yıl bulup, andın 87. yılda biz Golca. Biz bu yere Golcılıklar var mı yok mu? Ay var. Okay, yes. Golca'da biz etken çay içişke ügündük. Şu Amerika şunçılık tatlık etken çay tapamadık. Şu yege Hudabergen yeni bir bala geldi bizde bir kız arzugu etti. 3 yıl turgan. Kin andın benim bir oğulcum Ablahat degen Kaliforniya'da Mangaday'da University of Washington Orta Asya bir Uygur bütün Orta Asya tetkikat kılırgan orun var. Mako oylap teklim kilip şu andın aspirant buldum şu yerde 3 yıl. Andın kin 94. yılda Örümçi'de yine kayıttım. Benim disertasya Uygur timisi Uygurların ailesinin özgürlüğü. Şuya 2 yıl turup anınkin ballarımız çoğundep biz Kazakistan küçük kaldık kandı. So şu vaktidə Kıran. Yeni bir bala geldi, so bizde üç balımız var, 2 oğul bir kız balımız var. Kazakistan 10 yıl dek turup Uygur medeniyet
ögünüp tetkik kilip non-profit ethnographic work killed him. And then belki 9 yıldan burun Amerika kayıtıp killed him. So şu vaktinden tartıp men neyim diyen peacemaking. Tinchlik ne deymiz endi? Peacemaking. Tinch saqlıqçı yakımız tinchlikni tavsiya qiluvchi deymiz nima deyim? Yeah. Ashtada bir tarjima qilsak bo'ladi. Aha. Tinchlikparvar. Çünkü Amerika karan biz Hristiyan, Müslüman, Yahudilerin eski köp arlaş yok. And so şu vaktinden tartip men daim mecitke birep Müslüman dostlarımız bilen bile bulumuz kin jigin içimiz bir gün dek yakşı tırmak var. And then birbirisi bilen tanıştığımız. And so bek manilik iş. So bulup mu şu çongudin kegen Hristiyan adamlar bilen uygular bilen tanıştırımız. Belki kin yine sözlemen. Ama rahmat. Nurşat aka siz o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Yaxshimisizlar. Sizlarning ko'rganim uchun intayin xushal bugun. Chunki biz hozir turayotgan joyimizda Uyg'urlar yo'q degidek. Ammo oqshom bir tol kelgan o'xshaydi. Yaxshi. Ozroq bizning tariximizni sizlarga aytay. Men California shtatida cho'ng bo'lgan. Ayolim uning ismi Carol, inglizcha, uyg'urcha ismi Maryam. Biz to'y qilgandan keyin biz oliy maktabda yana o'qiyotgan vaqtimizda aslida kasbim agronom. Ayolimning kasbi bu inson nozik nima nutrition. Ozuqlantirish. Biz aslidagi maqsadimiz boshqa davlatga berib, yana shu yerdagi dehqonlarga yoki tomoq ozlarga yordam berish. Chunki ota-onam ularmi yosh vaqtida ashtaq ish ular muallim edi, biroq Afrikaga berib, shuning uchun qinimda shu tarix batdi. Lekin biz bilmay to'q, biz jiq Amerikaliklar Afrikaga boradi yoki Latin Amerikaga boradi, ancha qiziqmaymiz deb es qildik. Ammo asta Xudo bizni yetaklagandek Uyg'urlarga dastlab shu vaqtida hanzu chet eldagi o'quvchilar aran kelgan vaqti Amerikaga. Ularning orasida yana bir tal Uyg'ur o'quvchi ko'rdik. Birinchi qatim 2 hafta burun men bir kutubxonada o'tirib imtihon tayyor qilish uchun andin zerikib ketdim. Bir joyda jurnal magazinlar bor ekan, bo'ldi. Biz bekorga e'lon deydi. Elib bak qiziq, birinchi olgan jurnal rasmlik jurnal Jongodagi musulmon millat to'g'risida. Bilmadim, musulmonlar bormi Jongoda? Mumkin emas. Ko'pchilik Uyg'urlar to'g'risida. Bak qiziqdim. Yaxshi, oldim. Keyin taxminan 2-3 haftadan keyin birinchi Uyg'ur do'stimizni tutdik. Shuning uchun biz hisoblab, balkim shu yerga berishimiz kerak. Ondan uzun o'tmay bu bolani tanib oldim. Sabchi. Uningdan meni yaxshi ko'rmasanglar, uningdan ko'ringlar.
lekin shuning uchun 2 yildan keyin biz Shanghaiga berib poyezdda o'tirib Xi'an'ga mangdoq, Xi'an'da almashtirib, andin Urumchiga kelib 5 kun. Bek hayron qoldik. Biz nega keldik? 2 til bor. Lekin herib yo'q o'xshaydi. Hanzucha, Uyg'urcha, wow. Bek uzun vaqt o'rganish kerak. Ishqilib biz Urumchida 3 yil o'rganib, 2 yil Hanzu tilini Banongda, Nongda deydi hozir. Yine kasbim bilan mos keldi. Shuning uchun qo'shimcha ozroq dars nima bil yangilishanlarga yana ozroq kasb tilini o'rgatib qo'ydim. Bek yaxshi bo'ldi. Bek xushal. Yana biz Xinjiangda, yana vatanda uzoq vaqt tura olsak, xush bo'lamiz deb. Ondan yana bir yo'l ichilib qoldi. Xo'jaga berish uchun. Bir xil chaqchaqdek bir ahvol paydo bo'ldi. Garchi mening kasbim agronom bo'lsa-mu, xizmatim Xo'jaga kelganda bu angliyalik adabiyot til o'qitish. Angliyaning til adabiyoti. Men zo'r tirishib tirik qoldim. Rozi, hammasi rozi bo'ldi, xudo shukr. Bek zo'r tirishdim. Garchi men o'zim shu darsni o'rganmagan bo'lsam-mu, lekin jiq kitobni yig'ishtirib, ondan chapsan o'qib yaxshi bo'ldi, xudo shukr. Ondan Qozog'istonga ko'chib ketdik. Qozog'istonda yana 8-9 yil yashab, bek afsus, garchi Qozog'istonda erkin davlatdek bo'lsa-mu, Xitoyning ta'siri sababdan yana besim kirib, ondan amal yo'q ketdik. 10 yil burun. Ondan hozir Colorado shtatida turyapmiz. Kasbim hozir nima desangiz, bir tarafdan yana Uyg'urlar bilan arashaman. Yana bir tarafdan men tog'lar bilan boshqa odamni chiqarib bir buni tushuntirmak tez. Ba'zida chunki hozirgi zamonda odam shaharda ko'proq shaharda turyapti. Shundaqmi? Bek zirikib ketadi, yana Xudoni unutib qoladi, yana o'zining kimligini unutib qoladi. Bir xil dora bor. Tog'larga chiqib, ondan sherda o'tirib, telefonni tashlab, televizor yo'q. Faqat tinch o'tirib, ondan bir guruh bo'yicha muhim ishlar temi to'g'risida planlasak, endi neticasi chiqadi. Yana mushadiki kisal yo'qolib ketadi. Shuni qilyapman. Yana rasm tortaman, boshqa kasbim bor. Shu. Yana bek xushal bo'ldim bugun kashda. Shu jo'zada Dilmurod ni tanib oldim. Biz dastlab Urumchi shaharga kelganda Dilmurodni va uning ayolini Gulhayat tanib oldik. Lekin oralikda 20 necha yil ularni ko'rishmadik. Shuning uchun intayin xush bo'ldik. Biz Uyg'urlarni o'zimizning tuqqanlarimizdek hisoblaymiz. Shuning uchun bek xushal. Benim ismim İngiliz Matt, Uygurcha ismim Yakupcan. Yakupcan kafama. Ben sizler bilen bo'lganligingiz uchun nihoyatda xushalman. Hani sizler bizni qarshi olganlardan bek xushalmiz. Rahmat. Şu meni ayolim bor, ham 5 bola bor. Voy maşallah. Bir o'g'il 19 yosh, yana 4 qizim bor, 17 yosh kirgan qiz, yana 14 yosh kirgan qiz, yana 12 yosh kiradigan bir qiz, ana keyin 7 yosh qiz. Shunga birinchi sinfdan kollejgacha bolamiz bor. Shunga biz asli New York shtatdan, shtat kirgan.
ştatdaki adamlar. Şu bizning hikayemiz 2012 yılında mine ayağım şu vaxtida bizden paket tunji balımız bir oğul 3 yaş kirgen oğul yani bir yaş kirgen kızımız bilen bir Kazakistan'a baradigan bir fırsat içildi. Şu Kazakistan'a bir dost bizni çağırdı bir NGO kurdu NGO Humanitarian Fund. Şu bir Uyghur yazısında işleş için bir hizmet kılgan fırsat içildi. Şu Kazakistan'da bir küçük yazıda bulup mu küpüncesi Uygurlar 85% Uygur. Cemi mümkün 5 man adam. Şehirde turup ayda mektepte İngilizce ders verettim. Hem koşumça yine humanitarian projects kıldık, numa liderler bilen bile işlettik, kameralarga yardım verettik. Anınken Xudanın yardımı bilen mesela İngilizce lagerlarını ütküzettik. Yazıda. Şiyede 7 yıl degidek durduk. Şiyede bizden Uygur büyüşükümüzdeyimiz. Şiyede turup engdesle hemme Uygurlar Uygur'du. Şu bizden küçük ballarımız küçükten tatip hoşuna balları bilen günden günge oynadı. Ular mu azrak yarım İngilizce sözletti. Bizim ballarımız asta Uygurca sözletti. Şu ballar imizge kırıp yarım yüzünün tilini yaratıp they made their own language. Ayrım bir Yüzünün til yarım çıkarttı da. İngilizce, yarım Uygurca oynaş til dedik. Şuna ular şunak petti bilen ular öğrenip geldi. Şu Uygurlar bilen aralışıp oynaş onunken Uygurların medeniyetini öğrendik. Şu Uygur hoşnutlarımız, onların üyelerini biz için içmedi. Hem onların konularını bizge içmedi. Sırtka çıksak mı, koşuga mansak mı, cık dostlar ba, üge kırın, çay için. Şuların en de saptaki yılları biz için nihayet tatlık. Şu anınken 2009 yıllarda biz Jonggo'ga küçtük. Şuna biz oylagan bir eğer Şinjan'da bir işleş fırsat bolsa yaxşı bulattı. Şuna bir aval biz Hansuca öğrenişimiz gerek. Şuna azrak eski yıl eşkili turup Hansuca okuduk. Hemenken 2013 yılında bir Şinjan'da ticaret kılıç için fırsat içildi. Şuna 2013 yılı aval Aksu'ga bardık. Eski yıl agronom cihattaki işler bilen şulandık. Anınken Kola'da kafehane kıldık. Küçük kafehane, Amerikçe kafehane ticaret kıldık. Şu mümkün işkicilik kıldık. Uygurlar arasında turist bizi için nihayet çok baylık kıldı. Şu cık yakşı nerse hazırkiçe öğrenip kilovatımız Uygur dostlarımızdan. Şu en yakın biz bu yıl 5. ayda hem de amal yok. Hem de hükümet bizni turguzmadı. Şuna aran bizden şirketimiz mümkün bir yıl açtık. Kafehanemiz lekin amal yok. Viza vermedi şuna amal yok. Şuna dükkanı takip edip kayıt kaldık. Tiyoksuzlam. Bizim planımız emez. Şuna 5. ayda kayıt kaldık New York State'ga. Lekin biz şu cık nerselerini gördük. Yüz gözümüz bilen dostlarımız arkalık mıdaklarda bulatkan işlerini cık haberini taptık. Hem bildik dostlarımız arkalık. So kayıtıp gelgende biz oylagan küp eğer çamımız yetkiçe yardım vereyli. Çamımız yetkiçe yardım verimiz.
sizlarga. Rahmat. Bir narsani man Davidey ekranlardagi qarindoshlar va bu yerdagi qarindoshlarimiz ham bular bir qancha Shinjang dedi hamda buni qandaqdir Xitoy Kommunist partiyasiga yon besib, bu sizlarniki zimininglar deb deganlik uchun emas. Sizlarning pasportinglarda qachon Xitoy pasportida Xitoyniki davlat giri bilan necha yillar o'tirdilarda yurdinglar. U yerdami nalerinisi amal yo'q jungorini deb ko'rsizlar uni. Bu bir Mehmetijang, Yeminjang deganimizni ismni biz ta bir davlatning vatandoshi bo'lguncha o'zgartirmaymiz. U cho'qim o'sha yerda official yoki bo'lmasa rasmiy bir documentation deymiz hamda. Bo'lganlik uchun buningga amal yo'q. Bularninki tilininki ko'nib ketganligi tufaylidan bular Shinjangda edi. Shuning bilan hamda to'rdagi qarindoshlarimizning yoki bizning to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Yoki bu hargiz kommunizmning bizga qilgan Xitoy kommunistlarining bizga qilgan askirliklarini qo'llab deganlik bir gap emas. Shu tushuncha berib qo'ydim. Rahmat. Tunishdiğinlarga nayte qiziqarli nimalarga ekan. 85-yili keldim dedingiz, men azroq bir 1-2 minut bir sizningki vatanimizga yoki Sharq Turkistonga kelganligingiz haqida bir qancha savolim bor meniki. 85-yilda men o'ylayapman, balkim Amerikaninki eng kuchli bir zamonlari Sovet ittifoqi parchalanish oldida turayotgan, yimirilayotgan bir vaqtda Amerikaning toza madaniyatiniki yuqori pallaga yetib dunyodagi eng kuchli bir qutbga aylangan vaqtida bu yerda hamda mayli texnologiya, anandikin madaniyat, san'at, anandikin TV shows, anandikin bu yerda nurg'un ishrat, nurg'un go'zalliklar bor bu Amerikada. Sizlarninki yosh vaqtinglar ular. O vaqtlarda insonlar rock, hamda muzikchilik yoki dans o'ynash, diskoxonalar berish degandek narsalar moda bo'lgan vaqtda menga Nurshadkam men Urumchiga poyezd stansiyadan shundoq chiqsam qit qoldim dedim. Bir qarsam osmonga bir yavaka boshqa ishim ko'ramadim. Ham u yer borsam to'qivami yo'qmi, hamda eshik atvarosi degandek hamda bir Amerikadagi bir yerdan u yer berib internetmi yo'qda. Sizlar mushunchalik Amerikadagi rohatni tashlab, bu ko'ngillik turmushni tashlab like, are you guys crazy? Sizlar sarammo yerda turasizmi? Nimada badanglar bizning vatanimizga berishdagi maqsadlar nimati? Ashunga bir qisqacha bir 1-2 minut bir so'z va tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Ma'qul. Yaxshi savol. Shu vaqtda mening ota-onam belki balam belki biraz sarang bo'lishi mumkin. Belki shu vaqtda uning bir tal nabra jirak shu yerga borgan. Ama asli Amerika'da şu zamanda ailemiz ikimiz çoğun bo'lgan vaqtimizda bizning ailemiz bir nima deymiz secular biz dindar ailesi emas. Ama so bizning ko'nglimizda biraz izdivatimiz mushu. Shuning uchun shu vaqtda butun Amerika memleket bo'yicha bir hanzalari yundong like a movement. Harakat. And it was the Jesus movement. İsa hareketi. Hazreti İsa hareketi. So shu harakat biz qatnashdik. Chunki bizning ko'nglimizda biraz quruq. And so shu vaqtdan tartib Xudo hayot, Xudo bizni so'ydi. And bir yo'l bor. Bir durust, yaxshi, obdan bir hayotlik yo'l bor. So biz yo'l mangdik. So biz o'zimizni shu vaqtda o'zimizni ancha qarmay, o'zimizning rohatlikni ko'p o'ylamadik. Asli Xudo bu dunyoga qayerga biraz keyin yer
Barsak biz şu yege barışını halimiz. Belki hudu rasmu. Bopto meli biraz bir örümçiligen yer var. So biz şu vatıda aile ilişkimiz muhabbet bilen 85. yılda Slanın vatan keldik. Rahmat. Onu Akçan Nurşat'nınki mi, annikin, Yakup'nınki mi ona ait okşaydı bunun sebebi. 80. yıllarda Amerika'da bütün dünyada ateizm, komünizm terakki kılıp kalmakta. Bulanın könülde bir Tanrı'ya karşı bir izleniş yoktu iken. Tanrı mevcut mu? Hemmeden insanlar bu dünyanın yımkılı kegen. Biz nurgun paranlaştık ne çıkılma yağızı biz tepeki kuvvetimiz bu üstüde. Bular şunu oylap, hem de könüldeki boşluğunu dolduruş için izlengendeki hem de Amerika oğandaki hem de Orluk nurgun hem de bu yerde Hristiyan ehli kitap bir devlet. Şunu tapkandan keyin bunun nazarda hem de menen ki bu Tanrı'ya hizmet o'ylaydigan dunyoning eng jiroq yerga erishgan kerak. Dunyo jumloq bo'lgandan keyin nari eng jiroq qilgandi deb haqiqatan bu globusni bunda aylantirib haqiqatan Urum chiqarsa dengizning eng jiroq Yevropa bilan Osiyoning markazi tam o'ttirib olgandan keyin musha eng jiroq ekan deb qaror berib eng jafoliq yerni tanlamoqchi ekanda bu hamda. Maydigan şeydi. Hamda shu yerga berib anandan keyin bu shu majrolar boshlanib haqiqatan Uyg'urlarni naiti necha yillar yashab Uyg'urlar bilan bu bizga degan gap ham necha kundan yog'izi. Biz bir haftadan yog'izi o'timiz. Men uyga kelib borgandim. Ama Uyg'urlarning uyi shu yoqda tursin. Men yillarcha Uyg'urlarning uyini o'taman. Hozir Uyg'urlarning uyini o'taman. Nurg'un narsa o'rgandim dedi Uyg'urlardan. Men bunga o'zim hayron qoldimda. Endi Uyg'urlarda sal ma'yuslik bor, ümidsizlik bor. Çünkü tarixda hech qanchalik bir millatga bo'libmi bugünkidek bir vaziyatda, bugünkidek taraqqiy qilgan bir dunyoda hech qandaq millatga qilinmagan bir zulm bizga qilinyotidi. Hech qandaq bir millatningki qarshisida bizning qarshimizdagidek bir hukumat yo'q. Hech nimaga e'tiqod qilmaydigan kommunist, insonlikdan chiqqan, yadro qurollari bo'lgan, iqtisodiyot nihoyat kuchli butun dunyoni çangılgıya evagan bir devletde mi bu? Karşımızdaki düşman küçük emas. Aşında turup vatanda Uyg'urlar bulungan bisimlerini silebilse, Uyghur olsa mektep kiriş ters, iştepiş ters, Uyghur olsa soda kılış ters, Uyghur olsa yolumuzni tuzib turdu, peyimizni qirqib turdu, beşimizni kötesek urup turdu. Şununla karşı şunda turuqmuq mu? Dünyadaki en muşakkatli, en japalık bir devlet yaşap durup Uyg'urlar yok etmepti. Biz meyuslanmasımız gerek. Torlarda Ali İzzet Bigoviç, Bosniya'nınki lideri toğırlıq nurgun gepler var. Andak mandak biz Bosniya'da çıktık bulamadık. Serbiya kuchağa naislik var mı yok mu? Oyluşup yakınanlar valla. Bizning karşımızdaki düşman aynı vakitte bu küçük bir devlet emas. Dünyanın en kudretli devletinde. Muşinchilik, japolik, mushaqqatlik yerde yine bizning nurg'un olimlar yetishib chiqdi. Nurg'un millioner, milliard yetishib chiqdi. Nurg'un sanat yetishib chiqdi. Bular yine yetishib chiqdi. Shundan turibmi, Xitoylar bizni yo'qlamayapti. Şu an sizin nazaringizda Uyg'urlar qanday bir millat? Uyg'urlar haqida siz bir Amerikada o'qishingizdan nima deb o'ylaysiz Uyg'urlarni? Deslepte. Mihmandost millet. Biz emimiz şundak. Çünkü biz jiraktin kegen, şu vatıda internet yok, telefon bilen şu atanam bilen sözü sanayete kıyın buldu. So şu vatıda bizden dostlarımız, yerlik dostlarımız nayete kirek. Ular biz ne kirek emez ama şu vatıda bizden Uyghur hoşna. Nayte kirek. And ular şunçılık mihman dost. And hate vatıda bizden çakırdı. Şemben günü ey muhtarcan ayılınız
bala bilen bizden uyge kilan dep. Sen neçide? Sen de. So biz sadece işkide keldi. Keldi. Mako. İşki saatin kin lakmen pişti. Bopto melis. And then so till günü şüçün and then şu işki saat biz şu bala bilen bile süze. Rahmat. Sizning de Uyg'urlar to'g'risida ko'z qarashingiz nima, Nurshad efendim? Biz yangi Urumchiga kelgan vaqtimizda jiq Uyg'ur do'stimiz bizni chaqirdi to'ylarga, o'tirishlarga. Gerçi shu vaqtida mavsum 9-ay boshlagan bo'lsa-mu, biz 6-ayga keldik. Chunki biz bütün vatandagi joylarni ko'rishish uchun fursat bo'lish uchun boldiroq keldik. Lekin biz boshqa joylarga oz bordik. Urumchidagi Uyg'ur yangi do'stlarimiz erkin bizni chaqirdi. To'ylar, uylar, masalan Dumratning ayoli va uning opasi bizni doim chaqirdi. Biz shuning uchun Uyg'urlarning o'ylasam albatta mehmondo'st, biroq ko'ngli xalq desam to'g'ri. Faqat yuzaki do'stlik emas, cho'nqiroq ishlar to'g'risida so'zlashdik sizlar bilan. Nihoyatda yolg'izchilik es qilgan vaqtida yatog'imizga keldinglar. Bizga xushallig'inglarni bizga berdinglar. Shuning uchun mangu unutmaymiz buni. Rahmat. Albatta shu vaqtidami hozirgi dek jiddiy emas albatta. Biroq birishga haftadan keyin bilasiz, masalasi bor o'xshaydi o'sha yerda. Millat bilan millat ziddiyat, ashdoq kommunizm besim bor deb. Shuning uchun bizning maqsadimiz qanday Uyg'urlarga va Hanzu do'stlarimizga qanday umid bera olamiz. Muhim bir prinsip bor. Kim umid bersa, keyin shu kishi topadi. Shuning uchun sizlardan umid topamiz. Rahmat. Sizin sualınız yana qaytalangan? Hamda masalan siz bir Amerikalik bo'lish sifatingiz bilan Uyg'urlar bilan jiq tanishdingiz, jiq yashadingiz. Siz 5-oyda keldingiz shunaqmi? Uyg'urlar haqida ko'rishingiz qanday ko'z qaraysiz hamda Uyg'urlar to'g'riliq nima deb o'ylaysiz? What do you think about Uyghur people? Haqiqat aytaymi? Ha? Haqiqat. Ko'nglingizdagi gapni qiling. Rasizm endi eng dastlabki yilları biz medeniyet hem til öğrenişbek test keldi. Şuna. Endi birinchi kelganda endi biz tez o'rgandik Uyg'urlarning qanday chaqchaq qilarganligini bildik. Chaqchaq qilishni bek yaxshi ko'rdik. Shunga biz endi o'rgandik, mana egir olmas kerak. Ba'zi chaqchaqlarni. Chaqchaq qilish bek usta. Birkat biz keldik, ishki bala bilan, ishki yildan keyin Amerikaga qaytib berib, 3-chi bala tug'dik. Yani ishki yildan keyin yana bir bala Amerika berib tug'ib keldik. Keyin bir qo'shni keldi deydi. Ey, Yaqubjon nima bo'ldi? Uyda tok yo'qmi? Tok bor, deysiz. Undan keyin shanim ularning çak qilgan. Shu onun kayfiyati bek yenik. Her vaqtida agar ahvoli mayli yaxshi bo'lmasmi ya ba'zida ahvoli ya yaxshi emas bo'lsa, iqtisod jihatmi yaxshi bo'lmagan chaqdimi har qachon uylarida dasturxonda o'tirganda her kaçan yeni keyfiyette, her kaçan hoşallıkını his kıldık. Onun için bizni karşı aldı her kaçan.
Anken yen bir tesir kıldığını Uygularının tirişçanı kendini pek obvious, pek açık. Uygular pek tirişçan halk. Biz şimdi bakıyorduk. Hem bizni çok tesir kıldı. Hem bizim ballarımız sizlerden ügünüş gerek. Hem ügünüşünü ümit kılmak için. Rahmat. Bularla neçə gün az paranlaşıtımızda hem de hamma gaplarni masalan Uyg'urcha deyish tasavvur ketish mumkin. Men yig'inchoqlab beray. Bularning degan gaplarning ichida haqiqatan mushunchalik bir besimning ostida, mushunchalik bir zulmning ostida Uyg'urlar eng vahshiy, eng eng mushunchalik jiddiylik bir paytimi bir ko'ngilni o'zi xush qilaoladigan bir jangovar bir millatkan, hech qachon ruhini tashlab qo'ymaydigan, hech qachon umidsizlikka o'zini tashlab yo'qlab ketmaydigan. Chunki umidsizlik shaytondan. Umid kisi shaytondan. Umid Allohdan. Umidni hech qachon Uyg'urlar kesib baxmaydigan, mushunchalik bir 1,5 milliard birlik bir davlat Uyg'urlarni 300 yilning yog'izi yo'q qilishga tirishayotdi. Bütün dünya Xitoydan qo'rqadi, Xitoy hukumatidan qo'rqadi. Lekin Xitoy Uyg'urlardan qo'rqadi. Shunga mushunchalik bir millatganda bu. Shu necha kundan yozib bu ishlarni deyishyapmiz. Endi Yaqub efendim, siz masalan so'ragan savolim bor. Siz 5-oyda chiqibsiz vatandan. Bizga chiqqili masalan menga bir 10 necha yil bo'lib ketdi. Bu yerdagi hammamizga 2-3 yil mush jazo lagerdan keyin bu Amerikaga keladigan yoqimiz kelgan insonlar bek az. Biz vatanimizda nima bo'layotdi? Bunu bilmeyimiz. En az hiç olmaganda muş yıl 5. aygacha vatanning vaziyeti bulup mu Korluda hem yeni bilip ketishingizdan atayın. Korluda vaziyet qandaq edi? Shuni bir biz bilan bir o'rtoqlashsangiz, bir asherdagi vaziyatni bir tushuntirib o'tsangiz, ko'zingizni ko'rgan, shohid bo'lgan ahvollaringizni bir deb o'tsangiz. Yani peki mümkün eski yıl Kola asli bir açık şehirdi. Mındak en mümkün başka Uygurlar Korlu'ga gelip Kaşka, Canıt'ki şehirlerden gelip onayrak dep karaydığı Korlu. Lakin peki bir yerimce mümkün eski yıl içinde şunca çın bu kaldı. Her bir 100 metre bir payçı soba. Onun aralıkta sakşiler aydınıp durdu. Mana nimni kötürüp, kaltak kötürüp, onun her bir adamni peki halıkça çakraydı, hem tekşireydi, telefonlarını tekşireydi, hem biznimi tekşireydi. Hem yerde bulup mu Uygur mahalleler koşalgan, nimsi barbed wire bilen. Sim bilan qarshi etganmi? Peki birla egiz kirish yol ba, chiqish yol o'xshash. Her bir bina nima mahalle, her bir ondan keyin back test, aylanish test, hem yerga borsangiz back test bu bir xil besim, ruhiy besim nima his qila olasiz har qachon. Ondan keyin odamlarning kayfiyatida ko'rinib turdi har qachon. Her kaçan mesela bizden kafehanemizge kirip endi haftada bir English corner kılattık. Kim bolsun hansı bolsun Uygur yaşlar bolsun billa bir hem kardeşlik mevzu bolsun ya Uygur bolsun bir hemisi bir vakitte pek İngiliz meşrik için gelgen. Şu vakitte keyfiyet bozuldu endi keyfiyeti yakşı buldu. Lakin başka çağlarda ulanın keyfiyeti bek iyidir. Keyfiyeti de sembolamdı. Şuna biz his kıldık günden günge dostlarımızdan hem biz bilen işleriganlardan anladık. Bir dükkan, o mektep ketti, okuş ketti. Günden günge anlap geldik. Şuna biz en yakşı dostlarımız, anın gün bazıda ulanın kızlarının isimlerini özgürüş mecbur buldu.
12 yaş kirgen kızlarning isimlerini o'zgartirish kerak. Mening qizimning bir pek yaqin do'stlari bor, uning ismini o'zgartirish kerak. Ba'zida mening qizim mendan so'raydi, nimashga ashta qildi, men tushunmayman. Andan keyin yana bir 16 yoshli qiz, uning ishki Uyg'ur tengdosh do'stlari bor. Birisining dadasi apasi ishqisi lagerga ketgan. Andan keyin yana birisi uning bir apasi yoki dadasi kampga ketgan. Mumkin bir yarim yil chiqmay. Andan keyin yalnız kaldı yoki boshqa tuqqanlar bilan. Shuna mening balarim kundan kunga bu ishlarni ko'rdi. Shunga shu vaziyat biz chiqqanda biz o'ylagan, biz ko'rgan ba'zida men chin bo'lib ketdi, undan keyin qo'yib berdi, undan keyin lekin shu vaqtda ikki yil oralig'ida paka to'xtamay bilsin Ig'irlab mangdi-da. egilib mangdi, to'xtamay. Lekin menimcha umid bor, teki umid bor. Nimishga desangiz har bir do'stlarimiz ko'nglida umid bor. Shuna. Ümidingizga rahmat. Men bunga nihoyat tashakkur etaman. Hamda bizningki necha kundan yozgi paranglashganlarimizda ba'zan gaplar bormidi. Bu qarindoshimiz ham tijorat etkanda, u yerda qahvaxona ochar ekan. Bular har 2 soatda bir qitim soat tubulg'idek o'qitmas kiyimlarni kiyib, qo'liga qaltaklarni ilib, shu tijoratchilar chiqib, ashada kuch ko'rsatish kerak ekan. Oldiga chiqibchi, ko'chaga chiqib, shu ashada saqchilar bilan birga biz agar bir ish bo'lib qolsa, Uyg'urlarni yoki bo'lsa kuch ko'rsatib, hayvi ko'rsatib, Uyg'urlarga psixikalik bir urush ilib beribdi bular. Savdogarlarmi tijoratini qilolmayapti. O'ylab qo'ying, siz do'konchisiz. Do'koningizni 2 soatda bir siz oldiga shu soatda bulg'larni kiyib, qo'lingizga qaltak to'qmoqni ilib, oldiga chiqib, andan keyin ashada kuchayib ko'rsatib, Uyg'urlarni bir yaqtim qo'qit etib, andan keyin yenib kirib, savdolarni buzib ketdi, insonlar tijorat qilolmayapti. Bu bir yangi bir uchur ekan, men buni bilmay ekanman. Ashadagi yerlik Xitoylar, Uyg'urlar hammasini safarbar qilib, insonlarni qo'qitishga bular shunday psixikalik bisim ishlatibdi. Andan keyin meningki endi bizlarning uchuringlar bilish mumkin. Mening bilmaydigan bir narsam hozir yangi bir narsa chiqdi. Uyg'ur mahallalarini simlar bilan qashalab, birlam kirish chiqish eg'izib ekan bu endi. Turmalarga so'layolmagan Uyg'urlarni mahallalarga solab, mahalla turmalarni yasab o'tibdi. Buni sizlarning xabaringlarda bormi deb bilmadim. Bu endi bir bilmaydigan bir ish ekan men uchun. Andan keyin bir narsaga men diqqat qildim. Korulda deydi, endi Xitoylar yo'q deydi-da. Korulda Xitoylar yo'q, Uyg'urlar az. Endi Yoqubjonning ko'rgan narsasining birisi, men shohid o'g'inning. Bunun xaridorlarning ichida Xitoylarmi bor, Uyg'urlarmi bor. Do'konga kelib, nurg'un Xitoylarmi chidayolmaydi bu zulmga. Xitoylarmi bu yaram bo'lib, bu saranglab ularmi deb hech bo'lmaganda insonda, inson bo'lgandan keyin bularda yurak bor. Ularmi aytdi, shunda qilib turib deb nima qilibdi endi. Endi men buni shuni deb his qildim. Birinchisi 2 yildan yog'li zulm eg'irlab ketib bordi deb shuna deydi. Biz boshda insonlar balkim bu Chunchangga kelib, azroq kuch ko'rsatib qo'yganda 19 qurultaydan keyin, ajig'indan keyin, majig'indan keyin deb dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlarimiz ashuna mushkungacha yeni umid kutib kelyotdi. Mencha Allohdan umidinglarni uzmanglar. Lekin buningdan keyin qarindoshlarim dunyoning har qaysi joylarida men nurg'un baylarni bilman. Nurg'un insonlarni bilman, nurg'un akademisyenlarni bilman. Bu ziyolilar, bu baylar, bu akademisyenlar hozir Xitoyda vaziyat o'ngshalsa, biz qaytib boramiz deydigan bir niyati bor. Siz Xitoydan umid kutsangiz, ko'rdigan daha kuningiz bor tehi. Allohdan umidingizni kuting, Xitoydan umidingizni ketsang, Yaqub 2 yildan yog'izi bu eg'irlab menyapti, bu yeniklayapti deydi. Shunga sizningki ovozingizni chiqarishingiz kerak, dunyodagi Uyg'urlarningki sipiga qo'shilishingiz kerak. Bu deganlik cho'qim bayroq ko'tarib chiqib namoyish qilishingiz kerak degan emas. Pulingiz bo'lsa, pulingiz bilan namoyish qilishingiz kerak. Mushu ish qilayotgan insonlarga pul bilan ta'minlashingiz kerak. Aqlingiz bo'lsa, bilimingiz bo'lsa, maqola yozishingiz kerak. Yoki bo'lsa, to'g'riga chiqib, siz guvohlik berishingiz kerak. Mushunda qilgan vaqtimizda anondan keyin siz o umid bog'lamay, shu umidning ostini biz bir amaliy xizmatlar bilan to'shqizgan bo'lamiz deb o'ylayman. Nimangizga rahmat.
Endi biz neçə gün oyağızın müşlan sizler Uygurlar toğırlıq nurgun biz aramızda münazirler boldu. Xitaylarning eng mühim vasıflarından birisi bütün Xitaylarga mesela hükümeti Xitay xalqiga Uygurların medeniyetsiz, qalaq, terörist deb köstüde endi. Sizlerce Uygurlar medeniyetsizmi, qalaqmı, like sizler nima deb o'ylaysiz? Uygurlar uchun medeniyet to'g'riliq bir 2 minut parangiz yetamdi. Qanday qaysinglar javob berishni xohlaysizlar? Kuni ketdi deb bilammi? Siz javob beramsiz? Esli, eğer ular toynamasa, bazı hansular ular mesela Amerika'da ular Uygurlar toğusunda sılar uzunlar bilirler. Fakat newspaper, fakat gazete, internette bilgili bulundu. Dürüst mü? Ya. So bizde bir inik bu yer bir maksat var. Şu Amerika'daki Uygurlar mesela Los Angeles'ta. İşki haftaların burun erken sıdak tonesiz. Burun DC'de kegen. Onun dostları bilen bile bir nima. Hanzo Chinese Christian Church digen. Ular çakırdı. So ular esse Uygurlar burun tanımaydıgan, kim ekenligini bilmeydi. Ama ular çıraylık tamak bilen, özü kegen, birisi bilen biri cuvaza oturup yakşı çıraylık paranlaşıp, andın kin erken bir saatte sözlep, kin ular inik biliyordu. Uygurlar obdan çıraylık, yakşı, tinçlik, yakşı kurulduğun bir millet. So biz undak fırsat gerek. Bu memlekette andın bütün dünyada Uygurlara kayda var bolsa şu yeger halklar, Amerikalılar, olmasa Hanzular, olmasa başka milletler bilen arlaş gerek. So bir tarafta sılanın uzunluğunun vezipsi. Ama biz yardım vermez. Biz bridge builders. Biz körüklükler olma diyemiz deysiz de endi. Ama ben bunu bir jığınçaqlay ama siz bir narsa oylamsiz Uygurlarning medeniyet to'g'riliq, Uygurlar medeniyetlikmi, medeniyetsizmi, Xitoylar degandek biz o'g'ri qaraqchi, yanchuqchi, ashundaqmi yoki Uygurlar to'g'riliq ko'z qarashingiz nima? Bu 100% yolg'on gap. Bu isbot to'la. Mana bu muqam bor, bu 500 yil tarixi. Yana nurg'unlagan Uyg'ur do'stlarim ulardan o'rganyapman. Yani tarix to'g'risida yoki o'zining madaniyatini yaxshi biladi. Yani ko'p ba'zida Uyg'urlar bilan mehmon bo'lganda biz 2-3 soat o'tirib, yana uzun vaqt Baturlarning tarixini menga aytgan, yana nurg'unlagan filosofi, boshqa yulduzlar yo'q. Bu qayerda cho'ng bir millat bor, yana oz sonliq millat bo'lsa, yana ezadigan ahvol bo'lsa, doim ashtaq o'xshash yolg'on gap qilaveradi. Bu masalan Nazilar, yana Yahudilarni o'xshash aytgan. Amerikada biz janub taraf bo'libmi, janub tarafda qora tenli kishilar to'g'risida yana rasm chizgan, yana maymunlar o'xshash chizgan. Madaniyat yo'q, baktuan,
nima hayvanatga o'xshash degan. Bu ham ko'p joylarda o'xshash bu yolg'on tashviqot to'la. Shuning uchun qilcha ishonmayman. Bu chaqchaqdak, ammo u chaqchaq emas amaliyotda. Chunki nurg'unlagan odamlar tashviqotni qabul qiladi, afsus. Rahmat. Shuning uchun emas. Siz bir narsa topamsiz Uyg'urlarning madaniyati to'g'ri? Okey. Rahmat. Amsa bular nima dedingiz hamda? Bir şair var. Aha. Abdurim Ötkör. Siz o'qib biramsiz she'rni? Men Uyg'urchasini topolmadim, siz aytgandingiz. Munda bo'ldi-da, bir Abdurim Ötkörning she'rini men o'qib beraysan, Uyg'urchasini topsang dedi hamda. Men uni Google'dan search qilib Abdurim Ötkör deb yozsam, vallah. Xitoylar uchirib hech nima qolmabdi. Bir batmi bir narsa chiqmadi-da hamda. Shu hamda bu dunyoda hamda bizniki buningdagi qilgan ishlarimizning birisi shu kitob bo'lsin, she'r bo'lsin, material bo'lsin, video bo'lsin, hammani to'plab bir database deymiz, ham Uyg'urcha deydi bu databaseni. Uyg'urcha bilganlar bormi? Sanam bir deganda ekan, sonliq amridimni qurib, ashuna bir proyektni yaqinda boshlamsak bo'lmaydigan yigitdi. Ammo xafamaysiz, men u Abdurim Ötkör she'riniki Uyg'urchasini topolmadim. Ammo xohlasangiz inglizchasini o'qiyvering. Qaysi she'ri deydi? Ham inglizcha o'qiyvering xohlasangiz. Shunda hammasi Uyg'urcha bildi, mishada inglizcha bildi. Xohlasangiz inglizcha o'qib bering. O'qib beramsiz hozir? Abdurim Ötkör apandimniki bir she'rini o'qib bermoqchi ekan, shu ko'ngli ekanimda. Urumchida burun men Shindada aspirant bo'lgan vaqtimda mening ustozim o'zi Abdurim Ötkörning shogirdi. İşkisi komuluk. Bir bayramda biz hitlab bağın. Abdurim Ötkörning eng axir vaqt bu dünyada. Bu şair İngilizce during the 10 years of catastrophe degan. 10 yıllık afet yoki musibat desak mı bo'ldi? Yeah, I think he was 10 yıllık medeniyet inqilobi davrisida Yeah, medeniyet inqilobidan reflecting yo'qdim dedi. yeah. And it's particularly poignant now with what's going on. Hozir demoqchi bo'lgani, hozir shu Abdurim Ötkörniki to'rdagi qarindoshlarimiz tarjimonlik qilyapman. Abdurim Ötkörniki 10 yillik madaniyat inqilobidagi vaqtidagi shu musibatlik, shu ofat kunlarini yozgan, ifodalab yozgan she'ri hozirgi vaqtimizga nihoyat to'g'ri keldi deb o'ylaydi hamda Shinjang universitetidagi vaqtida hamda hayotining eng oxirgi mazgilida muhtarakam Abdurim Ötkör apandim bilan ko'rishib ekan. Ko'rishganmidingiz? Ha, ko'rishib ekan. Shuning she'rini hamda bir o'qib bergisi bor ekan. Please. Pen broke, suffering crushed my fragile heart. Afflicted by the wind, my nightingale tongue stammered. My hands cannot grasp. My feet are not steady. I have been paralyzed. With what can I satisfy my precious people? In the cradle of these dark years, I was born in one day. Once born, I was choked with pain in this cage. Will my life pass with pain and suffering? I am just a soul that wants to serve his people. If I say I'm alive, there is no sign of vitality. If I say I want to die, there's no reason. Imagining every day, worrying every day, nervousness every day. If I want to talk about my suffering, there is no wise man to listen.
İnşallah bu şiirni hem de bildiğin to'rdagi qarindoshlarimiz olsa tarjimasini ostiga choplab qo'yasizlar. Alloh razı olsun. Shoirimiz bizniki mutakkab mutafakkir olimimiz Abdurahmat Gurnoyev qayeri jannat olsun inşallah. Rahmat sizga. Hamda birinchi savolga qaytib kelsak hamda Xitoyninki bizga qilingan ta'tir tashviqoti, masalan Nazilarninki yoki masalan natsist Germaniyasiniki Yahudilar qilgan tashviqotlarga o'xshaydi. Nurshad apandim deganda qaysi bir davlat bir millatni besib olgan vaqtida shu millatni o'zining xalqiga shaytonlashtirish uchun ko'rishdi. Nima uchun? Chunki o'zining xalqidan kelgan kuch va quvvat bilan bir hukumatning kuchi nerdan keldi? Osmondan tushmaydi. Bir hukumatning kuchi xalqidan keladi. Xitoy Kommunist partiyasining kuchi Xitoy xalqidan keladi. Shunga Xitoy xalqini Xitoy Kommunist partiyasi Uyg'urlarga qarshi ta'tir tashviqot qilib, yanchukchilarni qasddan avatib, ishkiri o'lklarga bizni yanchukchi, o'g'ri, terrorist ashunda qilib eski ko'rsatib, Xitoylar bizga o'sh olgan vaqtida Xitoy hukumati bizni xohlagancha o'ltiralaydi, chunki xalqining noroziligini qo'zg'amaydi. Xalqimiz bunga chavoqchilib qarshi oladi amaliyot qilayotgan ishida hamda. Shunga biz buni hamda reverse engineering deymiz. Men bu narsani bir ishning ta'tirdan boshlashga nayt amroq. Masalan, mush qalamni yasamoqchi bo'lsangiz, qanday qilamiz degan vaqtimizda bu qalamni bir qanday dizayn qilishning eng yaxshi usuli mushuni parchalaymiz. Parchalab hammasini ta'tirdan yasab bo'lgandan keyin hamma narsani kopiya qilib, undan keyin qo'yimizda, bir yoqqa qo'ysak, mush qalamni biz yasalaymiz degan gap. Bu mush qalamni yasashning eng ishtik usuli shu. Hamda Xitoy hukumatining kimi ashunda reverse engineering degan narsadan biz Xitoylarga nima qilmoqchi bo'lsak, taqobil qilmoqchi bo'lsak, tashviqotni aytib mumkin-da. Biz hamda 1,5 milliardlik bir davlatda butun dunyoninki nuclear power deymiz, hamda yadro quvvati bor, andan keyin texnologiyasi va pulisi va tanksi va nimasi va tapanchasi va biz tank bilan, pichoq bilan, palti pichoq bilan biz urush qilgan, Turkiyaning bir kinosi va madam ayajlanib ko'rgan, atning ustida, eshakning ustida yugurib qilgan. Bu ayajlanlik kunlar o'tib ketdi qarindoshlarım. Hozirgi dunyoda bizning birdan-bir qiladigan ishimiz Xitoyning ta'tir tashviqotiga bizning o'ng tashviqot qilishimiz kerak. Biz buni qanday tashviqot qilamiz? Akimiz degandek bizni shaytonlashtirayotgan bo'lsa, biz o'zimizning shayton emasligimizni, ashulaga o'xshash inson ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Biz Uyg'ur xalqi yashayotgan yerimizda, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, o'zimiz shu Tudaxun, Samataxun, Mamataxunlar bilan aralashmay, atrofga chiqib, masalan, Yevropada yashayotgan bo'lsangiz, atrofingizda sizning ma'lingizda qancha cherkov bor, qancha NGO bor, qancha dernek bor, qancha yava ma'li bor. Ashyaga berib, ashlar bilan o'tirib tamoq yeb, berib bilan dadingizni anglatmay, o'zingizni tunishtirib, bizning tamoqimiz ma'u, bizning dopimiz ma'u, bizning mandaq muzikamiz bor deb do'st bo'lgandan keyin, agar biz mush ko'rikni qura olsak, ular bizni bularmi inson ekan deb o'ylaydi. O'ylagan vaqtida shu ro'yini bizga bog'lay olsa, mening 5 yoshli qizim bor, mening 5 yoshli qiz bor ekan deb o'ylay olgan vaqtida, andan keyin bizga istash qila oladi. Butun dunyodagi Uyg'urlar birinchi bo'lib bizning qiladigan ishimiz bizdagi musulmon qarindoshlarimizga buni bilan boshlash va undan tajriba to'plash. Musulmon masjidlarga berib, o'zimizningki dardimizni nihoyatda qisqa ixcham bir tilda anglatish, tashviqot qilish. Chunki Xitoy bizni terrorist degan bo'lsa, biz berib, yo'q biz terrorist emas, biz faqat musulmon, biz faqat nafas olganligimiz uchunla Xitoyga dushman bo'lib qoldik deb ularga anglatish kerak. U yerdan tajriba to'plash kerak, u insonlardan kerak deganda shu musulmon jamoatlarininki xristian do'stlari bo'ldi, hukumat do'stlari bo'ldi, ularga bir-birlab bog'lash kerak. Bu bir. Ikkinchi qadamda xristian jamoatlarga berish kerak. Chunki Tangriga e'tiqod qilgan bir odam, bu insonlar nima uchun boshqa insonlarga qaraganda bakrak Uyg'urlarga ko'ngil bildi? Chunki bular ahli kitob. Chunki bular Tangrining borligiga ishonadi. Chunki bular Tangrining rizosi uchun yashaydi. Buni bekani sizdan bir narsa talab qilmaydi bular. Faqatla men shunday qilsam, Xudoni xush qildi ekanman deb shu ko'ngildan qiladi. Shunga biz atrofimizdagi ahli kitoblarni qishig'i berib, ikkinchi qadamda ularga dadimizni anglitishimiz kerak. Xitoy bizni terrorist degan bo'lsa, yo'q, biz terrorist emas deb ularga deyishimiz kerak. Uchinchi qadamda yana bo'lsa, eng muhim ishimiz, buni nurg'unlar meni tillaysizlar, mening chadig'im yo'q o'shlar bilan tillamsizlar, tillamamsizlar, shu hurmat qilmabdi, oq ko'k deb ketibdi. Bizning hurmatingiz yanchig'ingizda qolsin. Xafamaysiz, men o'chib qo'yay. Uchinchi qadamda biz cho'qim 1 milliard 500 million Xitoyni o'zimizga dushman qilib olmay, biz ya 10 million ya 20 million xalq. Bir shaharning Xitoyi bizniki butun davlatimizning Uyg'urdan jiq. Biz 1 milliard 500 million Xitoyni o'zimizga dushman qilib, normalda bu sarangning ishi. Bizningki qildigan eng aqlli ishimiz nima deganda, shu Xitoy xalqiga
özümüzniki derdimizni anlatıp, özümüzni şu Mişedeki Amerika'daki bulup liberal Xitaylar, Hong Kong, Falun Gong degende Xitaylarga özümüzni anlatıp, andan keyin bolsa Mişed kep ketip yurgan Xitaylar var. Aşılarga derdimizni anlatsak, ular berip bizning yaxşılığımızı bilgenden keyin özünün dövletiga barsa bu nurg'un uzun yillik narsalar bu. Bir kechidan ishi bo'lgan ish emas bu. Bir necha yilda Xitoylarning ishidan 1,5 milliard Xitoyning ishidan 100 million Xitoy chiqib baqsin, qarshi chiqib baqsin, akademisyenlari, movie starlari Uyg'urlar to'g'riliq bir narsa yozib baqsin. U vaqtida bu Xitoy uchun nihoyat cho'ng bir zarba bo'ldi. Chunki Xitoyning kuchi Xitoy xalqidan keldi. Biz xalqini tavratishimiz kerak. Biz xalqini tavratgan vaqtimizda Komünist Partiya hukumatini tavratlaymiz. Shunga bu qarindoshlarimizning necha kun yog'siz bizning deyishayotgan narsalarimiz biz Xitoyning hammani o'zimizga dushman qilib e'lon qilmasligimiz kerak. Bo'lsa shularni Xitoy xalqini Xitoy hukumatiga qarshi qo'llanishimiz kerak, chunki ular o'zining xalqini bizga qarshi qo'llanayotdi. Bizmi ularning shu tapanchasini tartibdan shaplab o'ziga qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Shunda shu narsani bir deyishdik. Rahmat. Chunki biz ham de mana quzatchiqqa qo'yib deb o'ylaqanmanlar, chunki bir haftaning yog'izi biz barabar vaqt o'tkazyapmiz. Hamma gaplarni bular Uyg'urcha deb bo'lmagandan keyin men o'zimizning o'tirib bo'lgan bu paranglarni o'sha yerda sizlar bilan ham bahramlanyapman. Hamda sizlar bir haftaning yog'izi shu Washington DC atrofida yurvatsizlar, bu sovuq havoda bu yerda bir naqchon sayla sayohat qilib kelmadinglar. You didn't come for like fun, you know. Bir haftaning yog'izi Uyg'urlar uchun nima ish qilyapsizlar, qanday ishlar bo'ldi? Bu shuni bir qisqacha bir anlatib bera olamsiz? Qaysinglar mayli o'zinglar deyishib kim anlatib bersa mayli. Bir haftaning yog'izi Uyg'urlarga nima ish qilib beryapsizlar? Washingtonda. It's like you know, this past 1 week what we have done for Uyghur people and in the area. Yeah. Would you like to talk about it? Xalasınız İngilizceden ben Uygurca tercüme kılay. Xalasınız Uygurcadan. It's all up to you. Okay. Yeah. Once you get started. But if you want me to translate, you have to be like you know, like we have to go portion by portion. Or if you want to do Uyghur, absolutely fine. Biz Musharga kelib, ondan aralıqda bugungacha biz ko'p hukumatning bo'limiga, masalan, bu tercüme qilolmayman, CECC, Commission of Congression of Chinese whatever, who knows. Shu Xitoy boshqarmasi komitetga berib, ondan guvohchilik ularga berdik. Masalan, Matt yaqinda qaytib keldi, shu vaziyatni aytdi ularga. Uchimiz jami qo'shilib balkim 50 yil vatanda yashagandek, O'rta Osiyoda yashagan, biz ularga aytdik, Uyg'urlarni pek yaxshi rost azgan xalq. İşenmanglar hukumatning, Jongoning hukumatning gapiga. Shular qilamiz, kuzat bilan bak yaxshi kumansidak. Nacha bilim aylanib, NGOlarga berib, faqat xabarini aytish uchun qanday udoltirabdan yordam bormi, yo'qmi, ashtaqdak. Meningcha bak o'ngishli bo'ldi. Ular bak angladi. Hozir Amerikaning hukumatida bu vaziyatni eng yuqori darajalik kaskin deb o'ylaydi, biladi. Faqat Xudoning qo'lidan haqiqatan yordam kelishi mumkin. Lekin Amerikaning hukumati ashtaq o'ylasa va bir tarafdan bir nima qilsa, endi ishonchim bor, umid paydo bo'ladi. So asli bir Hansu Kirindash, Bob Fu. Bob Fu naiti kızık obdan kişi. Asli özü musafir bilen Çongo'dan geldi Amerika'ya. Özü turmada yattı şu yerde. Özü işin gücü Hristiyan. Bob Amerika'da 25 yıldak turdu.
u bizning Washington D.C.'da politicians, high-ranking government officials, staffers, Yuqori darajalik siyosatchilar va ularning yordamchilari. emisi tonaydi. Mhm. And so Uyghurlar için o bu hep de bizni tanıştırdı. Hem biz bilen bile bardı. And bek bab olmasa bu hep de biz ulanı fakat kırılmadık. Yeah. So belki bir gün bab özü kelsa yaşı bolatı deyme. Bir kun bo'lib qolarmi inshaalloh. Yeah. Endi men sizlarga ozroq tushuntirib o'tay. Bular kelgili bir hafta bo'ldi. Ta Seattle'dan keldi, Colorado'dan keldi, New Jersey'dan bir kun keyin keldi Yaqub qarindishimiz. Biz ham da Uyg'ur iyilik kuchlar birligi men 9 yağı Amerika emas Uyg'urlar bilan aralashmay uyimdan kirasini to'lab mening eng cho'ng orzuyim uyimdan kirasini vaqtida to'lash. Bo'g'ashqa shunda o'tganda hamda biz tunmaymiz. Hamda ma ishni qilayotgandan keyin Uyg'ur desamalar kelib hamda sen bizniki qilayotgan ishimizni ko'rib sen Uyg'urlarga texim chiqish qilsang bo'lmaydi. Biz sening yo'limiz ishimiz kerak. DC'da kim tunisa deganda hamda DC'da Nuri Türkan tunayman. Desam tunmaydigan boshqa odam yo'q ekan. Shuning bilan bu Babfu bir xanzo xristian o'zi yillarcha turmada yetib Amerikaga yetib kelib, bu Amerikadagi xristianlarning lideri nimada kongressda anandan keyin Capitol deymiz hamda Aqsaray deymizmi hamda butun DC'da Washington DC poytaxtida haqiqatan men o'zim ko'rdim tunmaydigan siyosatchi yo'q ekan, nurg'un yuqori darajalik amaldorlar lan tunuydu ekan. Andikin bazı yuqori darajalik Yahudi tashkilotlar, Hristiyan tashkilotlarning insonlarni tunuydu ekan. Hamda bizning qalbimizda normalda Xitoy bo'lsa hammasi dushman deb o'ylaydigan bir ko'z qarash bor. Hamda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninkimi Yahudilar bilan ittifoqlik tutashlik qurgan, ilm berim munosabat bo'lgan vaqti bor. Babfu menga askilik qilmadi. Babfu menga yaxshilik qildi millatda. Men badim Uyg'urlar tillaydi ko'z cho'qim meni atugin bu Xitoyga silib ketdi deb men kelgandimda meni ish buyun degan. Normal, it's okay. Ama atugin bu rasmlar chiqishga boshlaydi. Milliy munofiq, xoin, juhud, kofir, andaq mandaq deb tillashga boshlaydi. Men buningga tayyor. Chunki bularning maqtashlari tillashtirgan boshlamadik bu ishni. Uyg'urlarning hayotini qutqizish uchun boshladik. Alloh rizosi uchun. Shunga ular bizim uchun 9-masala. Bab bilan borgandan keyin mening bir hayron qolgan ishim CCC'da commissionamda bu Amerika davlat tashqi ishlar ministrligining Xitoy bo'limining bir boshqarmasi ekanda, Xitoy boshqarmasidek bir narsa ekanda bu butun Xitoylar bilan munosabatlik ishlar shu yerdan chiqdi ekan, policy hamda qonun loyihalari shularning qo'lidan o'tdi ekan, ashlarni to'g'riliq gap qildi ekan. U yerga borgan vaqtimizda Bob kirish qoldida mushu Marco Rubio bilan Bill what's Smith? Is that Bill Smith? Chris Smith. Marco Rubio bilan Chris Smith'ninki qonun loyihasiga biz cho'qim va cho'qim Bobning og'zidan chiqqan gapi Chunchango degan buzuqni tixim saqlamaydi deb Chunchango kirishib qolibdi bu. Chunchango'ni va uning atrofida 9 dan bor mushning ismini qora tizimda kirgizmaymiz. Mushlarni sanction uyg'urishim deymiz. Embargo ama embargo bo'lishi mumkin. Mushu jazolash maqsadli qonunga qarata bularni iqtisodiy jihatdan boshqa jihatlardan hatto dunyoning demokratik davlatlarga borsa qo'lg'inish mumkin-da. Mushni Babxu biz necha ishxonaga borsak, mushning ismi cho'qim oshadi bo'lsin, mushning ismi cho'qim oshadi bo'lsin, Chinchango, mendan o'shga bu Chinchango men hayron qoldim. Mushta bo'ldi. Anandan keyin bizdan nurg'un insonlardan tunishtirdi, bo'libmi siyosiylardan tunishtirdi. Bular ham bizga bundan keyin texmi ko'p yo'l ko'rsatib Uyg'urlarga yordam qilish so'z berdi. Anandan keyin bu qarindoshlarimiz, masalan, men o'zim Uyg'ur bo'lish sifatim bilan hamda u yerga yig'lab olsam, mening vazifam shu ham Uyg'ur xalqimni o'zimizning qilmanda, menga ishinidu. Lekin ma'la qopib, bizning vatanimizda yillarcha yashab, oyoq berib guvohlik berdi-da ishxonada. Shu Xitoy ishlar boshqarmasida, andan keyin tashqi ishlar ministrligininki diniy erkinlik bo'limida bular ashada guvohlik berdi.
özünün beşinden ötken haqiqiy tajriba bilan Uyg'urlarning beshidagi zulmning haqiqat ekanligini, Jenevada Xitoylarninki qilayotgan yag'an tashviqotining yag'an ekanligi to'g'riliq. Yani bular aşağıda guvalıq berdi, ularning bularninki aşı deganlarini yezilib, bu nima qildi hamda? Bu bir qilgan ishi. İkincisi biz ham bütün akademik dünyasida nurg'un Uyg'urshunos, Uyg'urning vaziyatini, Xitoyning vaziyatini yaxshi tushunadigan, Xitoyning Uyg'ur bo'lgan siyosatini obdan tushunadigan nurg'un ilim insonlarini tunishtiryotdi. Yani bularning maqsadi bizningki harakatimizni ilim bilan, bilim bilan, diplomatiya bilan shu knowledge deymiz hamda, bilim bilan aslini to'ldirishsin ki biz texmi yaxshi millatimizga xizmat qilib, Uyg'urlarning hayotini qutqizib qilish uchun bizga yo'l ko'rsatyapti, bizga hamda biz kengashdek, hamda bir nima deymiz hamda maslahat kengashdek bir guruh qurildi. Bundan keyin davomli shu fikr almashtirib turamiz. Men o'zim shohid. Men mushlarning yig'ilganini ko'rdim. Men bir Uyg'urlar uchun bir yerda yig'ilgan nurg'un Uyg'urlarni ko'rmadim. Shunga butun dunyodagi Uyg'urlar, men sizga yana bir qitimday. Muxtar akamiz Uyg'ur emas, Muxtar akamiz musulmon emas, ammo Muxtar akamiz bir inson, Amerikada tug'ilgan, Amerikada cho'ng'igan, Uyg'urlarni keyin tanıgan bir inson. Nurshad akamiz, annikin Yaqub qarindishimiz, hammasi Uyg'ur emas. Mushlar da Uyg'urlar uchun mushunchilik to'kib ko'rsatadi, mushunchilik xizmat qilyotdi. Dunyoning har qaysi joylarida texcha Xitoyning vaziyatining yaxshilanib ketishini umid kutib o'tdagan qarindoshlarim, o'rningizni dasturing. Guvohlik bering. Media bilan paranglashing. Pulunuz olsa pulunuz bilan, ağzınız bilan, kuchingiz bilan har qanday usul bilan mushu jazo lagerining taqilishi, Xitoylarning besim ustiga texnik besim uchirish uchun qo'lingizdan kelgan har ishni qiling. Chunki mushlarni jimtma qilayotgan yerda siz nomus qilishingiz kerak, Uyg'urlar uchun ish qilmasligingiz uchun. Shunga sizlarni yana bir qitim chaqiriq qilaman. Dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlarning ishini qilayotgan bir lider bo'lsa, aqini qo'llab tillab qilmay, sizlar Jabroil, Mikail emas, hammamiz xatolik o'tkazamiz, lekin ma vaqtda cho'qim aqida cho'ntirib, Uyg'ur millati uchun xizmat qilinglar. Men shuni yana bir qitim chaqiriq qilay deb o'ylayman. Hamda siz vatan to'g'riliq biz nurg'un gaplarni qildik. Biz vatan to'g'riliq, Uyg'urlar to'g'riliq, sizlar Uyg'urlarni uzun yillar birga yashadinglar. Bana Uyg'urlarniki naqadar jasur, qaysar, tirishchan, mushunchalik bismlarga qaramay, nihoyatda muvaffaqiyatli bir millat ekanligini tunishtirib o'tdinglar. Hamda muhojiratning Uyg'urlar bor. Balkim sizlar muhojiratdagi yoki chet eldagi Amerikada, Yevropada yashayotgan Uyg'urlar bilan tanishganlar bo'lishinglar mumkin. Bizga tavsiyalaringlar bormi? Biz qanday qilsak xalqimizga texnik yordam qila olamiz? Sizningki ko'zingizda hozir qilayotgan ishlarimizni texnik yaxshi qila oladigan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga bir taklif fikrlaringiz bo'lsa, bir bergan bo'lsangiz. In some ways, I'm going to speak in English for a minute. You have to market yourselves. You're such a beautiful, amazing, incredible people. And most Americans, I bet when you interact, I'm looking at the young people, I get it, Savakdash Labilen, Ular Amerikalıklar Sladin, Soraydo, Qaydin Kildangas. China, dep cevap verirsiniz. But you don't look Chinese, and does that happen all the time? Yeah, and then finally you get tired of it, right? I'm so sorry, but now you can't get tired. You have to introduce yourself. Uzunlanne, tonish turish gerek, halklara, and you have to tell everyone how amazing your people are, your poets, your scholars. Rahila Dawood, Minang Khizmat Dashim. She's a famous ethnographer from Xinjiang University. She's been in the concentration camps for over a year. And the sports stars, the singers, the ordinary grandmothers. We have to get that message out. We will help you. I mean,
whatever we can do. But let's do it together. And there's so many good. Let me translate. Özanlarni hamda market degan hamda bozor qilish degan gap, buni Uyg'urcha marketing degan gapni qanday tarjima qilishni tushunmadim. Lekin o'zinglarni tunishtiringlar. Uyg'ur degan bir xalqning borlig'ini butun dunyo tunishsin. Normalda nereden kelding desa, men amal yo'q ba'zilar Jungodan keldim deydi. Ondan keyin voy sen Jungodan kelsan, Xitoyga o'xshamaydi ekansan go desa, shuning bilan uningdan sizlar yerib charchab, bundan keyin zerikdinglar. Şunu Uyg'urlarni tunishtirmas olib ketdinglar. Unda qilmanglar. Sizlar har biriga berib zerikmay, terikmay, o'zinglarning xalqini tunishtiringlar, anlatinglar. Men Uyg'ur, Sharq Turkistondan keldim. Bizning madaniyatimiz mundaq, bizning musiqamiz mundaq, biz monchilik bir millat, bizning tariximiz, madaniyatimiz mundaq, bizning mundaq olimlarimiz bor, bizning mundaq musiqatlarimiz bor, bizningki mushunda tan harakatda masalan topchilarimiz bor yoki bo'lmasa sport starlarimiz bor deb tunishtiringlar, sizlarni tunishsin. Mushunda qilgan vaqtida o'zinglarni tashviq qilgan vaqtinglarda texim yaxshi natijalar olasizlar deydi. Endi bu o'ziningki Uyg'urlarning teshidagi bir jamiyatni qaragan vaqtida bizningki tashviqotimiz yaxshi emas ekan. Shunga biz Tayir Emin Uyg'ur qarindishimiz, Uyg'uryan qarindishimiz nayt muhim deydi buni. Tashviqot urushi deb. Sizlar palti pichoq kak bilan berib urush qilolmaysizlar. Biz Quralga tayinib Xitoylarga qarshilik ko'rsatmaymiz. Birinchi qurolimiz yo'q, ikkinchi bo'lsa-mu, u hozirgacha unda xamxillik qilmanglar. Hozir eng muhim narsa tashviqot. Qulonlarda mushkul edi. Attaqchi eshak mindaydi emasmi? Hozir qulonlar nimba degan vaqtida qulonlarda og'zinglar va biliminglar va gap qilaysizlar. Biz bag'anlarda o'zimiz sunishimiz kerak. Shunga masalan biz o'zimiz musulmon jamoatlarga berib, bundan keyin mishadagi yosh bolalar bilan biz presentation tuzib, shu musulmon jamoatlarga juma kunlari berib, shanba kunlari berib, biz Uyg'urlarning davosini anlatamiz. Ashlar bilish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, qarindishimiz bizning butun xristian jamoatlarga, yahudi jamoatlarga yoki boshqa NGO deymiz, hamda derneklarga, tashkilotlarga bizni tunishtirdi, yo'limizni ichib berdi, u yerga berib biz anlatamiz. Muxtar Kamon degani butun dunyodagi Uyg'urlar o'tirib olmanglar, o'zinglarni chiqib aktivlik bilan tunishtiringlar deb boshlaydi. Bizni qanchalik jiq inson biz shuncha yaxshi, bizni shu Uyg'urlar deb bilmay, bizning yuzimizni bilish kerak. Abdullah, Mehmet, Nijat, Nijatning ikki balasi va Nijatning opasi Patamxon turmida degandek mundaq kishilik hikoyalarni bilmagan vaqtida 1 million inson. 1 million inson desa inson o'ylab bo'lmaydi, qalisiga unda ig'ir kelmaydi. Tushunmaydi, mujmal bir fuqon. Ammo Abdullah, Elshad, Mirshad, 90 yoshlik bir bovoy, 80 yoshlik bir mo'may, Xitoylar jazolarga rusulab qo'yibdi, yosh bolaninki bo'rigini evibdi deb shu kishilik nimasini bilsa, masalan, men berib dadamni akirgan vaqtimda bir ayol yig'lab ketdi. Chunki meni ko'rdida, chunki u 1 million odam solab qo'ysangiz, ular uni his qilolmaydi. Ammo mening dadamni, mening opamni, mening hadamni akir ketdi deb biz degan vaqtimizda butun dunyoda bir kuch shakllandi. Shunga mushu hamda Muxtar Kamol necha kunning yog'isi bizning paranlashimiz qaraganda mush ish kamchilkan. Shunga masalan Maryam Sultan sanglimiz chiqib bir video chiqqanda Turkiyada 300 ming qitim ko'rilib ketdi bu video. Mushu guvohliklar nihoyat muhim. O'zingizni tashviq qiling, ham video tashviq qiling, ham kishilik o'zingiz mengib berib, ko'rish tashviq qiling, ish yeringizni tashviq qiling, hamma yerda Uyg'urlarni toniting. Xapamaysizlar, men joyga ketib qoldim, chunki biz bir haftaning gaplarimizni men sizlarga yig'inchoq qilib beryapman. Yoqub qarindishimizning gapi bor ekan. Siz mumkin allaqachon degan, lekin endi Amerikaning tarixida bu tabiiy narsa bor. Har bir xalq o'zining yurtidan kelgan, o'zining davlatidan kelgan, o'zining millat tutib, anikin Amerikaga kelib har bir shaharda bor bunday xansular birlashib, anikin bir jamiyat qurdi emasmi ya? Uyg'urlarga o'xshash Northern Virginiyaga kelib bir Uyg'ur jamiyat quryapsizlar. Bu tabiiy ham yaxshi narsa, to'g'rimi? Lekin yana bir yaxshi narsa bor. Ko'proq boshqalar sizlarni tanishsin deb Amerikaliklar bilan jiqroq o'zinglarni ularga tanishtirib qo'ysanglar bek yaxshi bo'ldi. Ko'proq ular bilan do'st tutib,
hey endi bulup mu yaşlar mı? Dostup hey kahvehaneye ve Starbucks'a barayla yanına bir kahve içip mine hikayemni anlatıp berey. Men minin hikayemni sözlüğüm kilodu. Şuna bek anlaşını halaydı. Hem kötüdü. Şuna sizin hikayenizni nima etişten korkmanglar. Hem gayret kılыңlar. Şuna köp yaş adamlar sizlerge yardım kılışka tayar turdu. Eğer korkmasınlar, cüret kılыңlar, hem gayret kılыңlar. Sizlerin hikayenlerini anlaş hem düşünüşünü bek halaydı. Rahmet, rahmet. Mening ishga gapim bor. Men sizlarni o'rnida bo'lsam, men bak qayg'uliq bo'lardim, albatta, bak tushkunlik bo'lardim. Yana umid nereden keladi deb o'ylardim, albatta. O'zim keyin kunlarga duch kelgan bo'lsam, men hozir sizlarga bir jumla aytay, bak menga umid beradi. Perverdigar qurgan dur ezilganlarga panoh bo'lar u doim azobliq kunlarda. Bu Perverdigarimiz u tayyor bizga umid bermoqchi. Mana. Endi en ahırkı bir sualını sorayım. Çünkü benim kallamdığım bu sual belki mutlaqalarının sualı buluşu mümkün. Anlaken biz bugünkü söhbetimizden ahırlaştırıldı. Çünkü pek uzun olup kesimi nimkılamayımız. Bunun için mesela sizlerdeki insanlar biz için bir baha göher. Uygurların dünyada dostu yok. Çünkü hemmeden bay olan, küçük olan dostu oluşunu halaydı. Taşınıp ketken, unutulup ketken, zulüm körüvatkan milletlerden insanlar dostu oluşunu halamaydı. Bizning dünyada sanab kelsak, mush barmoqlarimiz tugab qilishimiz, ish qilish mumkin, sizdek do'stlarimizni sanasak. Bundaq 1, 2, 3, 5 dek hamda insonlarda hamda biz uchun qimmatli. Bu qimmatli do'stlarimiz bundan keyin bizga qandaq ishlarni qilib bermoqchi, Uyg'urlarga qandaq yordam qilmoqchi, yoki bo'lmasa jazo lagerlarini taqilish uchun shu yerdagi sizningki do'stlaringizmi jazo lagerlarida bor. Yig'lab ketdingiz o'zingizmi? Şu dostlarınızın resimlerine evet bediniz bana, muş dostum ceza lagerda deb evet bedi. Bula to'g'riliq sizlar nima ish qilib bermoqchi, shu bir oxirgi savolga bir javob berayotgan bo'lsanglar, shundan keyin bir oxirlashgan bo'lsak. Ürümçi'de yeni bağlan vaktimde men şu vatı jügreşni bek yaxshi qiladim. Har kuni bizning sports ground Shinjan dashi ichida shu yerga bir xizmatdoshim tanishib, uning eti Dilmurat Shinjan dashida Pakditda muallim bo'ldi, men bilan teng. And so biz do'st bo'lib uning aile Aygul bizning uyga keldi, biz ularning uyiga bordi, bolalarimiz birga o'ynatdi. Ammo anlashimcha u lagerda o'zimning ko'nglimda yerim bo'ldim. Dilmurat o'zining ovozi yo'q. Mening ovozim bor. And so men uning uchun aytaman. There's a phrase I keep thinking of, forgive my English, but it's an ancient Jewish phrase. Tavrat'ta, kadimki söz var.
let my people go. Let my people go. Uyghur için nime deymiz? Xalqimni qo'yib ber. Yeah. Bultur ikkinchi ayda bir kun o'tirib ishlaganda tuyuqsiz Fransiyadan kelgan telefon kelib, ondan shum xabar menga aytdi. Bir tanishim bor, Parisda yashaydi. Uning ayoli qisqa bir safarga chiqib, o'zining opasini, singlisini ko'rishib, bir haftalik safarga chiqib, tuyuqsiz yo'qolib ketdi. İsmi Gulbahar. Az qoldi 2 yil bo'ldi. Yana bir surat bor. O'shada men bu ayolga qarasam, aniq u terishda emas. U yavash bir ayol, 2 qizi bor. Har kuni tomoq etib beradi, yana boshqa xizmat qiladi. U ayolda qilcha niyat yo'q, aniq. Yani shundan boshlab yana bora ko'proq boshqa yo'qolib ketgan Uyg'ur do'stlarimizni anigan. Hozirgacha balkim 10 dak yomon, ishonmak tas. Shuning uchun hay. Biz uçak mina kardeşim okşaş vazifem emdi avazsızlar için avaz vermek için. Ular hazır lagrada turatkanlar için avaz verişim gerek. Şuna men degende benim kızım 16 yaşlık kızım onun işki yakın dost battı, Uyghur dost battı. Şuna günde bazıda onun kızı bilen görüşetti, kafehanede korkuştan uzun vakit gidiyordu. Onun bilen alaka kılmayın, lakin bazıda kızım bilen alışattı. Onun ki atanısının lagerge ketkenliğini ukturbadı. Hem mümkün 1,5 yıl turdu. Paket yüzünü bakıvatıdı. Paket şuna ular için günde dua kılvatımız. Hem unutmayımız. Hem yan bir yakın bizden kolada bizde bir adam Kerimcan diyen isimli bir adam umu ketti. Şu ayalimu hem ballar kaldı. Şu onu ticaret kılamaydı, hem pul tapamaydı. Lakin ular için endi ularni hergiz unutmaymiz. Günden günge ular için dua kılatımız hem eslaymiz. Uygularının yakşı kandak yakşı halk iskenligini başkalarga ukturmak için hem bildirmek için şuna. Amalar köptün köp rahmet. Bir haftanın yağızı nurgun capa çektinler. Yaxşı uxlayamınlar. Nurgun jığınlar qatnaşdınlar. Nurgun keçileri, faaliyetler oldu. O yerlere badınlar. Bunun için bir şeydeki qeyrindaşlarımızın ismi bilen torda körüp atkan qeyrindaşlarımız için ve lagerdeki qeyrindaşlarımız için Şarkı Türkistan'da yaşayıp atkan 20 milyon Uyghur halkı için sizlerge rahmet etmem. İnşallah sizlerin isminle tarihte, Şarkı Türkistan'ın tarihinde bizden özümüzdeki vatanımız kurulganda aşağıda isminle görüşünü halayman evlatlarımızdaki. Bu şundaki insanlar bizge yardım qıtken, bizge işkim karı olmagandan bu insanlar kelip biz için kolunu hem işini qıpırıp diken bir
bir Amerikalik bo'lish sifati bilan o'zining ovozining yetishicha Uyg'urlarninki dardini dunyoga anlatib ekan deb inshaalloh shu kitoblarda ko'rishni xohlaymiz. Avlodlarimizni inshaalloh maydi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Qarindoshlarim, Alloh shohid. Chunki mening yurgimni sizlar yerib ko'rolmaysizlar. Men sizlarnikini ko'rolmayman. Hazrat Musa alayhissalom Qur'oni Karimda eng cho'ng, eng jiq tilga ilingan bir payg'ambarda Hazrat Musa alayhissalom. Men Musa alayhissalomni o'ylab o'tgandim. Bugungi suhbatimizni Hazrat Musa alayhissalom bilan oyoqlashtirdi deb o'ylab o'tgandim. O'ylab o'tsam, muhtarkam, let my people go, let my people go. Xalqimni qo'yib bergin deb Hazrati Musa alayhissalomniki Firavunga degan gap bilan oyoqlashtirdi. Men o'zim hayron qoldim. Chunki siz shuni da'vatgan vaqtimda men shuni o'ylayotgan. Musa alayhissalom sizlar va bizga o'xshash o'zininki cho'ng'igan vatanini tashlab boshqa bir yerga hijrat qilgan. Boshqa bir davlatga yashagan. Biz yillarcha yashadik. Anamdan keyin yillarcha yashab 9-10 yillik bo'laymanmdi. Anamdan keyin Allohdan vahiy kelib qutuldirgan deydi. Qutuldirgan degan vaqtida berib Firavunga let my people go. Mening xalqimni qo'yib ber deydi. Shu kurashni qildi. Qarindoshlarim, siz Amerikada, Yevropada, Turkiyada Hazrati Musa alayhissalomninki Firavunga qilayotgan shu nidosini sizmi qilyapsiz? Musa alayhissalom nima ish qilayotgan bo'lsa, sizmi shuni qilyapsiz? Musa alayhissalom qo'yib ber dedi, sizmi qo'yib ber deyapsiz. Qilgan ishingizni kichik ko'rmang. Bir videoda Facebookda guvohlik bergan bo'lsangiz, onamni, dadamni qo'yib bersin degan bo'lsangiz, uni kichik ko'rmang. Hazrati Musa alayhissalomning qilayotgan ishini qilyapsiz. Shuni buningki muhimligini men sizga birday. Bu men nihayat yaxshi ko'radigan bir misol. Buni har qitim deyman. Hazrati Musa alayhissalom xalqini deb mangadi. Mangandan keyin Firavun niyatini buzdi. Aqilni qo'g'lab berib o'ltirmoqchi bo'ldi xalqini. Firavun ayni vaqtdagi darajadan tashqari bir kuch. Hozirgi dunyodagi eng kuchli davlat qaysi bo'lsa, Firavun shundoq, super power. Bütün davlatninki armiyasi, kuchi, har qanday narsani, bütün qurol-yarog'larni yig'ib Hazrati Musa alayhissalomning xalqining aqini qo'g'lab bordi. Qo'g'lab bular dengizning buyog'iga kelgan vaqtida bularni siqishtirib oldi o'sha yerda. Musa nayti ansirgan, xalqi nayti ansirgan, ammo umidini uzmagan. Xalq uzgan bo'lishi mumkin, Hazrati Musa alayhissalom umidini uzmagan. Oldingizga dengiz qarab, biz oldimizga dengiz qarab, Mishaydan saq-salomat chiqib ketalamizmi deb o'ylayapmiz. Bizda bir dengiz bor, Xitoydagi bir dushman bor. Oqimizni qo'g'lab kelyapti biz. Oqimizga qarasak Firavun bor va armiyasi bizni yo'q qilmoqchi. Oldimizga mansaqmi o'limiz, keynimizga chekinsakmi o'limiz. Shu vaqtda Firavun bütün askarlar bilan ozg'ina Musa alayhissalomning qavmini qo'lda pichoqning sunug'imi yo'q deymiz. Qistirib olgan vaqtida Firavun qiqas cho'qan silib xo'shilab ketdi. Mana oxiri Musoni men tutib oldim. Mishayda mijib yo'q qilib o'taman. Mishayda yer bilan yakson qilib o'taman. deb shunchalik xo'shal bo'lgan vaqtida musulmonlarning eng xatarlik vaqtida, shumi biz musulmon deymiz hamda ularni Musa alayhissalomning qavmini, shu qavmning eng xatarlik vaqtida, eng umidini uzgan vaqtida Alloh Musa alayhissalomni nido qildi. Asani surg'un. Asani sug'u. Musa alayhissalom asini sug'urildi va dengiz ikkiga bo'lindi. Allah dengizni ikkiga ichib bergan, dengizni Musa alayhissalomga bo'lib bergan bo'lsa, yerib bergan bo'lsa, biz shu Allohdan umidimizni kutmasak, umidimizni uzmasak, bizning qildigan ishimiz faqat va faqat bir qadam etish. Siz menga agar fizika bilan bir rasininki dengizni yeraydiganligini siz menga isbotlab bersangiz,
Ben sizge qo'l qo'yay, buningki hech qanday matematiklik, logikalik bir munosabat yo'q. Bir hassa bilan dengizni yarg'ilab bo'lmaydi. Bir atom bombasi bilan dengizni yarg'ilab bo'lmaydi. Ammo Alloh u kasa o'zini ichilib ketishi mumkin deydi. Unda qilg'izmadi. Faqat bir qadam at deydi. Sen bir ishni qilgan, ondan keyin men sana hisobligi bo'lmaydigan, ko'gil olmaydigan, tushangil olmaydigan men sana bir natija beray deydi. Shuning bilan dengiz ichiladi. Müslümanlar yoki bo'lsa qavmi Musa Aşın saqsalamat o'tgan vaqtida men mushlarni tutib oldim deb qiqas cho'qan silib qon qiniga botmay o'pkisini bosolmagan ma'u Firavun qavmi ashada halok bo'ldi. Hozir men shu Musa xalqini o'zimizning Uyg'ur xalqi deb o'ylayman. Shu qon qiniga botmay, xo'riga yo'g'onab butun dunyoning oldida men Uyg'urlarni yo'q qilayotman deganlarni Firavun deb o'ylayman. Alloh ularni yo'q qiladi qarindoshlarim. Bu kommunist vayron qiladi. Bizning faqat qiladigan ishimiz bu kommunistlarni qanday yo'qotamiz? Bu oqimizning kelayotgan dunyoning eng kuchli davlatimizni qanday yo'qotamiz? Madingizning qandami uzib o'tamiz emas. Bizning qildiganimiz bag'ishlanish va hasimizni sug'urish, qadam etish, kichik ishlarni qilish. Allohga rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Thank you so much. Javier. İnşallah. Ama rahmat qarindoshlarim. O'nimi? Ha, vallahi atlikka inshaalloh soat 11 da ma bizniki chiqarib qo'yamiz. Tordan ingliz dersi o'tadigan imimiz bor. Webinar var, shunga qatnashish to'g'riliq biz bir narsamizni shuni Facebookdan ko'ringlar inshaalloh. Hammaga rahmat, kesh, xayrli kesh hammaga. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Teşekkür. What a great night. What Yeah, a great beautiful, night. beautiful, beautiful. Please have a seat. Maybe they want to talk to your old friends. Yeah. Please. Okay. You know what? It was worth it to waited for this long to actually see it. Let me turn off the. Thank you so much. I didn't understand much, but she tried to. So tell me, the situation in the last years is bad. But when the concentration camp did begin? I don't exactly know, but it could be around 2 years.